siz yo'g'ingiz sag'iz orasiga gapirishdi desa, men yo'g'imda meni urishsa ham mayli deydi. Valla bir o'tirishim kerak. Maqola buzib chiqyapman-da, mana o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda hokim bo'ldi. Albatta bir nikchomni yo'li gado bo'lishing shart emas, to'g'rimi? Nimaga bitta yaxshilik dizdi deb yomonlik kutaveramiz biz nimaga? Tor joyda osh yegandan keng joyda osh yegan. Aytganingizdek bitta ikkita video ko'rib oldim, birdaniga ertasiga millioner bo'lib ketadigan-da, hammasini tashlab, ya'ni kamiga qaytib kelmaydigan bo'lib turdi. Hamma betiga solib eshik sharaq etib yopib, qaytib kelganlar ham bo'lgan. Men bunaqa keyslar bizda ham ko'p bo'lgan-da. Intervyu oldi bir chiroyli latif aytib berardim. Hozir turishimiz latif bo'lib turibdi o'sha yeramiz. Duo qilsinlar ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzoq, ya G'affor, ya Mehribon Alloh. O'zing mashq qilayotgan suhbatlarimizni xayrli, barakotli qilgan, hamma insonlarga, barcha musulmonlarga manfaatli qilgan, kelgan mehmonlarimizni Alloh bizni yo'qlab kelishdi, Alloh o'zing yo'qlagin. Hamma safardagilarning safarini bexatar qilib, shoqatorda hammamiz bizni ham, mashitda hamma qo'l ochib o'tirganlarimizni ham, ya Alloh, mashitda hammani qalbida ezgu niyatlari bor, undan afzalini, undan ziyodasini ato etgan. Ya Alloh, ota-onalarimizni borlarini uzoq vaqt duoga rahnamo qilgin, o'tganlarni g'ariq rahmat shoyista jannat qilgan. Bismillah. Allohu akbar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, qadrdonlar, vatandoshlar, yurtdoshlar, barcha safarda yurgan vatandoshlar. Bir Xudo rahmat qilsin, Yusufjon hoji amakimiz har doim bir narsani so'rasam, haligi so'ramoqchi bo'lsalar, masjiddan borib so'rab kelgandirlar. Aytardim, Yusufjon aka, o'zingiz so'rasangiz bo'ladi, har kun mendan ko'p borasiz masjidga, u desam, imomni har kuni oldida o'tirasiz, yonida namoz o'qiysiz desam, yo'q, jiyan, agar men so'rasam, unda mendan haqqi bo'lib qoladi. Mendan yosh, men birovga haqli bo'lishini xohlamayman. Lekin sening ustingda haqqim ko'p dedilar va sen so'rasang, men sendan so'rasam, ya'ni muammo bo'lmaydi dedilar. O'shaning uchun bugun mana Nuriddin Shoh bilan birgalikda yana qancha kutgan, o'zi necha marta har doim vali qilgan va bizga ham shaxsan menga ham qancha ustozlik qilgan va barcha O'zbekistonda qancha yoshlarga, yoshi kattalarga ham ustozlik qilgan. Bugun Muhammad Ali ukamizni shon qilib xush kelibsiz. Tashriflar, rahmatga xursand bo'ldik. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Har galgidek Janubiy Koreya poytaxt Seul hamda Lazzat restorani shaxs podkast dasturi sizlar bilan doimgidek gapimiz, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va sizlarga manfaatli suhbatlarni ilinishga harakat qilyapmiz. Bu galgi mehmonimiz biz uchun eng qadrli, balki siz uchun ham eng qadrli inson bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ilmni ulashish bo'yicha bel bog'lagan inson Muhammad Ali Eshonqulov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, omonmisizlar? Va alaykum Rahmat assalom. taklif uchun. Lazzat ko'rmasin. Ovqat uchun ham alohida rahmat. Jamoamiz mana sizlarni duo qilib turyapmiz. Rahmat. 6 oy oldin kelgandi bir necha marta Koreyaga. O'sha payt niyat qilgandi, qarang. Inshaalloh. Bugunga nasib qilgan ekan. Allohim xayrli qilsin bugun qiladigan suhbatimizni. Kim eshitadigan bo'lsa, otasi va onasi hamma u tomondan o'tganlar rahmatiga olgan bo'lsin. Amin, amin. Ba'zi ulug'larni ko'rgan ko'zlarga ham Xudo taolo rahm qilar ekanda. Ya'ni ularni bir changiga arzimasak ham men ko'p duo qilaman. Allohim bizni ovozimizni kim eshitadigan bo'lsa, qalblariga hech o'chmaydigan bir iymonni urug'ini solgan, nurini solgan, hidoyat bergin, avvalo o'zimizga nasib qilgin deb rosa duo qilaman. Men shu manfaatli bo'lsa, men suhbatimiz ham loyim. Amin. Rahmat taklif uchun. Rahmat. Qo'ya siz ozgina g'iybatingiz qildik. Aha. Ular aytadi, 5-6 ming ketgandir mashaga dedi. Men aytdim, 10 mingdan ko'p ketgan dedi. Sponsori kim ekan dedi, xomis. Hoji akam o'zlari qilgan dedi. Ya'ni begona joyda, begona yurtda mazza qilib yashasangiz bo'ladigan pulga bir hafsala qilib, ham hobbi uchun, ham bir odamlarga bir manfaatli narsa yetkazay deb turib, shuncha texnikani olib kelib turib, buni qilishi O'zbekistonda o'zi ham yaxshigina xarajat bo'ladi. Ya'ni har bitta sizni chiqaradigan suhbatingiz 1 soatlik, 2 soatlik bo'lsa yaxshigina xarajat bo'ladi. Lekin hafsala qilib shuni bir xalqqa ulashaylik deyapsiz ekan, baraka toping. Rahmat. O'zbekistondan kim kelsa, mana ahli ilmlardir, ustozlardir, biz ustozlikka yaramaymiz. Lekin mahkam ushlab turib, vaqt ajratishini so'rab, bir odamlarga nimadir istali bo'lib qolsin deyapsiz. Bu katta xizmat. Rahmat. O'zi kelganda aytdim sizga, begona joyda bir yaxshi, toza, pokiza taomxona ochishlik bir masjid yo maktab qurishlik bilan tengda. Chunki odamlar har kuni maktabga bormasa ham hozir bir kunda 3 marta ovqatlanadi dedim. Bu yerda qancha odamni mushkulini oson qilyapsiz. Hozir biz kuzatib turdik.
kursdoshlar yig'ildi mana shu yerda. Universitetda o'qiydigan qancha kursdoshlar. O'zbekdan koreys ko'p keladi ekan. Shu karislar Timur gapsiz ko'z tegmasin. Alhamdulillah. Rahmat. Masalasi. Bir yaqinda bitta video ko'zim tushdida, bir rus akamiz, juda millioner ekan, puli ko'p ekan. Dedi, hamma narsam yetadi, bir kun kasal bo'lib qoldim, komaga tushib qoldim dedi. Yiqildim dedi, bir payt qarasam ketyapti, nasilkada olib ketishyapti dedi. O'zimga kelsam dedi, ko'zimni g'ira-shira qarasam deyapti, yonimda vrachlar, bir narsalar taqqan, medsestralar olib ketyapti dedi. Shunday xayolimdan dedi anaqa o'tdi dedi. Yaxtalarim, pullarim, narsalarim, binolarim, bizneslarim, kompaniyalarim ko'zimdan shunday o'tdi-da dedi. Ko'nglim bir g'ash bo'ldi dedi. Orqasidan keyin har doim bizda so'zimiz bor dedi. Na tom цвету нету кошелька degan. Ya'ni nargi dunyoda hamyonimiz yo'q degan gap esim keldi-da. Zato dedim, shuncha kompaniyalarim, shuncha pullarim, yaxtalarim, binolarim, firmalarim, insonlar hammasi insoniyatga qolyapti. Mendan bir manfaat qolyapti degan gapni eshitgandan keyin, biz hali hech narsani qilmabmiz-ku, hali qoldiradigan ish bo'lsa suhbat qoldiraylik deb shunday boshladik inshaalloh. Masalasi. Amin. Endi juda ko'p darslaringizni eshitdik, juda ko'p narsalarni, hatto hozir mana shu gapirishda ham chiqib faktorda boshqa joyda chiqqan umuman nutq so'zlashda nimalarga e'tibor berish kerak, parazit so'zlar degan gaplaringizni eshitib keldik. So'z sizga bersak, umuman shaxsiyat degan so'zdan boshladik. Ya'ni shaxsiyat, men o'ylab qaradimda, Alloh taolo ba'zi insonlarni ko'ramiz, salgina bir tushunarsiz bir narsalar qiladi, keyin yaxshilab o'ylab tafakkur qilsam, yaratgan zot Alloh bo'lsa, Alloh chiroyli, go'zal, mukammal qilib yaratgan bo'lsa, har bir insonning bir funksiyasi bor, bir missiyasi bor. Shunga shaxsiyat deganda bir sizdan bir eshitmoqchi bo'ldik-da. Zo'r gap aytdingiz. Ya'ni Xudo taolo nimaiki yaratgan bo'lsa hikmati bilan va albatta bir missiyasi bilan yaratgan bo'ladi. Oddiy bir daraxtda ham funksiyasi bor. Misol uchun soya beradi, meva beradi. Siz uchun kislorod ishlab chiqaradi, masalan, karbon angidrid yutib. Yana bitta funksiyasi, kesilgandan keyin uyingizga mana shuncha joyga bolalar bo'ladi yoki ustun bo'ladi-da. Oddiy bir daraxtni bejizga yaratmaganda insonni albatta bir katta bir maqsad bilan yaratgan bo'ladi. Shuni tushungan kuni o'zi insonning asl tug'ilgan kuni bo'ladi, yangitdan. Shuni afsuski tushunmay o'tib ketayotganlar qancha bo'lyapti. Buni eslatish ahli ilmlardan yoki bir shu ma'rifat sohiblarining o'zi asl vazifasi bo'lishi kerak. Ya'ni biz bejizga yaralmaganimiz. Shaxsiyat haqida hali ko'p gaplashamiz, lekin kecha siz bilan gaplashib rosa havas qildim, maza qildim. Ya'ni bu yerdan turib O'zbekistonning imeji uchun qilayotgan ishingizni. Shuning uchun kelgan odamni so'roq qilaverasiz. Men sizdan bir ikkita narsa so'rasam, mayli desangiz. Mayli. 2013-yil ochgan ekansiz, siz berdi. Xuddi shunday. 12-13 yil bo'lib salkam. Keyin boyagi siz haqingizda olgan ko'rsatuvlarni eshitib rosa faxrlandim. Rahmat. Bir auditoriya eshitishni rosa xohlardim. O'sha haqida ikki og'iz aytingda. Nima qiyinchiliklardan o'tgansiz musofirchilikda? Musofir bo'lmayinchi chin musulmon bo'lish qiyin. O'sha hamma ham bosib o'tadi. O'sha qiyinchilik bosqichi, keyin yengilchilik bosqichi. Kimdir ungacha sabr qiladi, kimdir qilmaydi. O'sha haqida ikki og'iz gapirsangiz, keyin yana qaytib o'tib ketaveramiz. Bo'ladi. Demak, 2000 o'zi O'zbekistonda zapchast bilan shug'ullanardim. Sal boshroqda boshlay, zapchast bilan shug'ullanardimda 2008-yil, 2009-yillar hamma joyda krizis bo'ldi, dollar ko'tarilib ketdi. O'shanda men ham nasiyaga olardimda, nasiyaga tarqatardim. Shu tarqatganimda men so'mda tarqatganman, menga berganlar dollar yozib qo'ygan. Avtomat endi ko'tarilib ketdi. Shu bilan keyin bir shu paytda, shu kriz bo'layotgan paytda bir o'rtog'imiz, Abdukarimjon do'stimiz mana shu Koreyaga kelib aytadilar, "Yuring hoji aka, siz bilan birga zapchast qilamiz Koreyaga" dedilar. Bo'pti deb keldik. O'shanda zapchast qilgani kelamiz deb aytdim, "Yo'q, men ishlay, shu yerda kamgina 2 oymi qancha bo'lsam" deb kelgandan keyin shu yerda firma ochaman deb niyatlar qilib rasmlarga ham tushib kelganman. Xullas keldik, bu yerda ishladik. Mana shu joyi balkim kimgadir manfaatli bo'lar. Boshqa videolarda ham aytganman. O'sha 2009-yil kelganimda Tegu degan shaharni bir qishlog'ida nima qilganmiz? Tegu degan shaharda bir qishlog'ida, tog'ida ishlaganmiz, zavodda. Tog', magazin yo'q, hech narsa yo'q. Haligilar o'sha zavoddagilar hamma birga ovqatlanadi. Kirib, yeydiganini yeydi, hammasini nima yesa biladi, hamma biladi nima yeyishini. Men faqat gurunch yeganman. Oshqozonlar shilinib ketgan. O'shanda onajonim
patr non qilib bergandi 20 ta. O'sha nonni yeb oxirida qarasam 6 qoshiq non qolgan ekanda. O'sha 6 qoshiq non qolganda o'sha nonda qilganmizda. Har kuni ko'ngilni aynitmaslik uchun bir qoshiq non yeganmiz. Pomidorni haligi bo'lib, bitta pomidorni 4 ga 5 ga bo'lib, bir ko'ngil aynimaslik uchun pomidorni yemaganmiz, ko'ngil aynimaslik uchun yeganmiz. Alhamdulillah, haligi sahoba onamizni turmush o'rtoqlari olamdan o'tganda so'raganlar-ku, nimaga turmushga chiqasiz? Yo'q, men erimda zo'r yo'q deganda, duo qiling, yo'qotgan narsangizni nafzalni beradi degan duoni eslab, yo Alloh, mana shu kunlarni sen ko'rib turibsan, bilaman sen bundan zo'rini berasan, men bunga sabr qilaman, bundan zo'rini bering deb, mana alhamdulillah shaqacha yetib keldik. 2009 kelgan bo'lsam, zapchas qildik, o'qildik. Keyin 2013-yil, 10-yilda Seulga ko'chib keldimda, Seul ko'chib kelganimizdan keyin bu yerda ham zapchas qildik. 2013-yilda keyin bu yerda Albaraka degan go'sht do'konimiz bor. O'zimizning o'zbek ukalarimiz ochishgan. O'sha do'konda kirib go'sht sotishni boshladikda, keyin go'sht tarqatib yurganda bitta restoran sotaman dedi. O'shanda keyin borib kelishib oldikda, restoranni oilamni olib kelish uchun, shu viza bo'lish uchun oilamni olib keldim, bolalarimni o'qitaman deb. 2013dan boshlagan bo'lsak, u restoran niyati restorandan pul qilish maqsadi emas, faqat viza uchun, ya'ni Koreyada qolishim uchun, yashashim uchun qilingan ish. O'shanda keyin shu ishni qilib turgan paytlarimizda oilam bilan kelib, shu bilan restoran boshlanib ketdi. Lekin bu sohadan ilmim yo'q, bilmayman, ayolim boshlagan, hamma narsani ovqat qilishni ayolim biladi. Men sekin o'rganib qildim. Keyin 2014-yilda karislar keldida, bu yerda bitta zo'r narsa bor ekanda, karislar kelib, sen yangi ochilibsan deb hokimiyatdan ro'yxatni olib kelar ekanda, seni ovqatingni sotaman o'zim internetga va men bir oyda bir marta расчет qilaman, 18% komissiyonni olib qolaman deganda, bo'pti deb kelishganmiz. O'shanda keyin bir jis kaboblar, haligilar, boshqacha ovqatlar qilib chiqardik. Alhamdulillah, bir hafta o'sha onlayn savdoda haligi birinchi reytingda turganda, shu birinchi lazzat deb turganda, o'shandan keyin bunga televideniyalar hamma qiziqib qoldi. 2015-yilda televideniya keldi. Televideniya kelib, o'shanda aytdiki, seni haligi bir ko'rsatuv qilamiz dedi. Telekanal KBS World telekanal, ya'ni xalqaro telekanal, har bir mamlakatda o'zini tilida ko'rsatadi. Aytdimki, bo'pti dedim. Keyin bir oy uyimda ham, restoranda ham, ko'chada ham, hamma joyda borib syomka qilib yurishdi. O'sha paytda halol ovqatlar kam, magazinda halol ovqat yo'q. Pechenni, shokolad, kompot, haligi so'k borib qarasangiz ham haligi cho'chqa yog'i ishlatiladi, bu zavodda degani eng kamida. Keyin o'shanda kichkina o'g'lim 4-sinfida borib magazindan shokolad yeyman dedi. Yo'q, qarasak haligi yozilgan cho'chqa yog'i bor degan, yema degan joylarim bor. O'shalar hammasini yomka qildi. Xullas ko'rsatuv efirga chiqdi. Eng qiziq joyi, buni qildi, bayt deydi, yo'q deyman, men musulmonman deyman. Mana bu falon o'zbek aroq ichadi-ku deyman, uni o'zini ishi, meni o'zimni ishim deb. Xullas juda ko'p anaqalar ko'rsatuv bo'ldi. Dedingiz, nima? Aroq sotmaganim uchun savdo bo'lmayapti deb aytdi. Sizga gapirgan. Rejissor aytibdi, aroq sotmaganim uchun haligi savdo bo'lmayapti deb aytdi. Unaqa deya olmayman dedim. Keyin ko'rsatuvda ham aytgan, bitta fransuz haligi maslahatchilar meni o'tirib maslahat qilganda, "Okey, aroq sotmasang sotma, bo'ldi, gap yo'q, men o'zim olib kelsin." Yo'q, mumkin bo'lsa, qanday sotsa bo'lmaydi, baxbar qilib sen o'zi olib kelsin dedi. Yo'q, bo'lmaydi deb. Ular narsa tortishganmiz. O'sha ko'rsatuvdan keyin alhamdulillah Allohni mehribonligiga alik qilaman. Siz haligi gapni yaxshi aytgan ekansiz, kecha eshitib xursand bo'ldim rostdan. Ya'ni sizni ular miyasi musulmon deganda chizib qolgan stereotip bo'yicha savol javob qilishgan-ku. Ha. Keyin ya'ni joyi kelsa o'zigidan ham, prinsiplaridan ham, tamoyillaridan ham kechib ketavermaganingizni ko'rgandan keyin sendaqa ham yaxshi musulmon bo'ladimi deb turib aytishgan ekan. Ajoyib javob bergan ekan. O'shani aytsangiz xursand bo'lardim. O'sha joyda ular rejissyorlar ham, yordamchilar ham aytdiki, o'sha biz musulmonlarni halik deb o'ylardik, yomon deb o'ylardik, lekin seni ko'rdik, bironta yomonlik ko'rmadik. Bir oydan beri sen bilan yuribmiz, haligi hech yomonlikni ko'rmadik. Sen biz umuman fikrimiz boshqacha deganimni aytib, ha, qalay musulmon yaxshimi desam, "Yo'q, zo'r ekan musulmon. Mana men musulmon yaxshiman desam, "Ha, zo'r ekan" dedi. "Ya, men musulmonlarning eng yomoniman. Axiy musulmonlar boshqacha bo'ladi" deganimda, "Yo'q, degan halik qilishganda, shunaqa voqea bo'lgandi. Senga inson musulmon bo'ladimi yoki boshqa din vakili bo'ladi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini tamoyillari, prinsipiga mahkam tursa, hurmatli bo'ladi hamma joyda ham. Inshaalloh.
hech esdan chiqmasi kerak. Bu chunki bitta joyi bor. 2009 kelganimda bir ukamiz studentlarni yig'ib, men ham o'tirib oshyapmiz. Yangi kelgan studentlarga aytyapti-da, "Oting nima?" desa, "Shuhrat" deyapti. "Seninki desa, Rustam" deyapti-da. "Yo'q, kechirasizlar. Sizlar Shuhrat, Rustam emassizlar. Kimsizlar?" deyapti. "Kim? Rustammi, Shuhrat?" "Yo'q." "O'zbekistondanmiz, o'zbekmiz." "Yo'q. Sen birinchi o'rinda musulmonsan. Agar sen yaxshi ish qilsang, musulmonlar uchun yaxshi, yomon ish qilsang, musulmonlar uchun yomon bo'ladi. Shuning uchun sen birinchi Shuhrat, Rustam, o'zbek emassan, musulmonsan" deganda, haqiqiy zo'r gap ekan deb alik qilding-da. O'shanaqa bo'lgan. Keyin nima bo'ldi? O'zi ko'rsatuv nomi? Ko'rsatuv nomi YouTube Charles, ya'ni meni qo'shnim Charles degan ko'rsatuv, ya'ni qo'shnim chet ellik degan ma'noda chet elliklarning hayotini ko'rsatganda, qanday yashayapti, nima muammo va o'sha muammoni televideniye olib chiqib hokimiyatga bergandan keyin hokimiyat o'sha halol narsalar chiqishni boshladi. Masalan aytganman, aeroportda namozxona yo'q deganman, aeroport namozxona qurishdi. Katta komplekslarda, masalan o'sha ko'rgazma zallarida musulmonlar kelib o'sha yerda namozxonalar qilishdi. O'shandan keyin halol tovuq so'yadiganlar boshlandi mana alhamdulillah o'shandan keyin. Ya'ni magazinlar ham hamma joyda halol, o'zi Singapur, Indoneziya, Malayziyalarning mahsulotlari sotilish boshlandi. Ya'ni ancha o'shandan keyin bo'lib qoldi alhamdulillah. Qarang, qancha yaxshi narsaga sabab bo'libdi. Xudo siylasin. Xudoga shukr. Rahmat. Va endi Xudoyim mana holatdan yaxshirog'ini bergin, sen unga qodirsan deganingizga bir narsa aytib beraman, shundan davom ettirib ketamiz. Xo'p. Bir yaqin insonimiz aytib bergan ajoyib odam, ahli ilm inson. Bir odam zakiy odam ekan. Podshoh shu bir savol javob qilgan payt saroyda zakovatiga oshiq bo'lib, bir xum tilla beringlar bunga deb bir xum tilla berib yubordi. Haligi odam olib ketsa, vazirni g'ayirligi kelibdi-da, podshohim bu odam shu bir xum tillangizga loyiq odam emas edi dedi, bekor berib yubordi. Aqling yetsa qaytarib olib ketdi. Vazir orqasidan ot choptirib bordi, u bechara cho'lda o'rtasiga borib qo'ygan ekan. Keyin to'xtatdi-da, bizda ozgina anglashilmovchilik ketib qolibdi, podshohimiz bir ikkita savol javobga loyiq bo'lsa ketaversin, bo'lmasa bir xum tillani qaytarib qo'ysin deb aytdi. Bemalol dedi. Senga savol. Xudo nimani yaxshi ko'radi? Xudo bir banda, ya'ni bir musulmon boshqa bir musulmonni aybini yashirganni yaxshi ko'radi dedi. O, to'g'ri topding dedi. Ikkinchi savol. Xudo nimani yeydi deb. Bu aytibdiki, Xudo bandani g'amini yeydi dedi. O, to'g'ri topding dedi. Uchinchi oxirgi savol. Xudo hozir nimani xohlayapti dedi. Jim bo'lib qoldi yerga qarab. Gapir zo'r javob beradi dedim-ku desan. Hozir shu juda balanddan kelib savol berdingiz, men pastdan turib javob bera olmayman deb. Nima qilaysiz? Otdan tushingiz, men chiqay dedim. Bo'pti. Otga minibdi, u tushibdi. Gapir, Xudo nimani xohlayapti desa. Xudo hozir bitta peshkom bergan odamni otli bo'lishini xohladi dedi. Hozir sog' bo'lasizlar deb turib otni choptirib ketib qoldi. Subhanalloh. Bechara keyin piyoda qaytib ketdi vazir. Podsho rosa ustidan kulibdi. Dedi, u shu falon viloyatga borganda bir topamiz deb. Boplabdi seni, battar bu deb. Keyin bir yo'li tushib qolibdi. Halik odamni toptirdi. Keyin Rabiy podshohim deb kelsa, quchoqlashib ko'rishib, o'tgan safar vazirni boplab seni maza qildim debdi. Shu payti men nasr qilib qo'ydim. Shu aql zakovat yana bir qoyil qoldim deb turib, senga hozir tanlash imkoniyatini beraman. Xohlasang 200 tilla beraman deb. Xohlasang 200 ta qo'y beraman deb. Xohlasang bir chekkadan suvli joydan bir yaxshi bir bog' beraman. Qaysi birini tanlaysan desa, aytibdiki, podshohim, siz shunday bir katta davlat podshohisiz, juda buyuk odamsiz. Sizni orqangizdan so'raydigan yo'q debdi. Sen buni nimaga berding deb. Shu mayli desangiz men 200 tillani olsam deb. 200 ta qo'ydi ham olsamda hali bog'ingizni mazaq boqib yursam nima deysiz? Haligi sizni orqangizdan so'raydigan yo'q deb tilini qisib qo'ygan u. Bechora noiloj bo'ldi, olaver deb berdi dedi. Vazirga qarab, tezroq ketmasang hozir butun podshohlikni tortib oladi debdi. Subhanalloh. Shuni aytib bergan bir yosh ulug' odam, ahli ilm odam o'sha kuni birga ancha suhbat qildikda, duo qildi. Duoni shunaqa go'zal qildiki, juda ko'p narsa so'radi. Butun ummat uchun, butun davlat uchun, butun xalqimiz uchun, musofirlar uchun, hamma uchun
so'radida oxirida aytdiki, Xudoyim shu narsalarni bersang seni orqangdan so'raydigan yo'q-ku, nimaga berding falon narsani deb. Subhanalloh. Bergin deb aytdi. Juda boshqacha, ko'zimni yosh chiqib ketdi. Shunday. Alloh taolo o'zini bir vasf qilishlarini yaxshi ko'rar ekanda. Shu bir go'zal duolar qilishni yaxshi ko'rar ekan. Haj mana bo'ladi inshaalloh bir 10 kunlardan keyin yo 20 kunlarda haj bo'lib qoladi. Arafatda turgan paytlari Fuzayl ibn Iyoz degan bir ulug' avliyo zot o'tganlar. Bu kishi o'zi Samarqandda tug'ilganlar, butun dunyoga mashhur. Arafatda turganlarida aytgan ekan: "Ey hojilar, shuncha jamoa birlashib bir odamni oldiga borib narsa so'rasak, bir boyni oldiga borib beradimi desam, birlari o'rnidan turib, agar mard bo'lsa beradi" deb. Xursand bo'lib ketadi, keyin duo qiladi. Ey mardlarning sultoni, ey sahiylarning robbisi, xazinasi cheksiz bo'lgan zot. Bir bandang shu cheklangan ozgina mol mulki bilan shuncha odam yig'ilib borib bir narsa so'rasa, himmat qilib bersa-yu, xazinasi cheksiz bo'lgan sendek zot shu qullaring yig'ilib turibdi, so'rasak bermaysanmi deb uzun duo qilgan ekan, rosa so'ragan ekan. Qarang. Mana shunday bir go'zal duo qilishni bilish kerak ekan odam. Tikkasiga yodlagan narsani sharlatib o'qib ketaverib, hissiz duo qilmasdan xuddi do'stingiz bilan gaplashgandek, xuddi ota-onangiz bilan gaplashgandek yurakdan bog'lanish kerak ekan. Mana shuni munojat deydi. Men munojatlar ko'p u. Lekin Hazrat Navoiy bobomiz go'zal munojat yozganlar. Kimdir internetdan topsa bo'ladi, munojat Alisher Navoiy deb yozsa chiqadi. Ozgina 3 bet yo 4 bet chiqadi. O'qishlarini tavsiya qilaman. Alloh taologa qanday bog'lanishni, qanday duo qilishni, unga qanday murojaat qilishni inson o'rgansin. Shunaqa gaplar. O'rnak gapiring. Hozir boshida aytgan edingiz, Hoji akani biroz bo'lsa-da kichik g'iybat dedingiz. 2 hafta bo'lmadi shekilli bir ko'rsatuvimizda siz haqingizda ozgina gapirib o'tib ketdik. Shuning uchun siz yo'q joylarda ham sizni himoya qilib yoki siz haqingizda gapirib qo'ysak rozi bo'lib qo'yasiz. Biroz bo'lsa eslatma qilaman. Muhammad Ali Eshonqulov do'stimiz bor ekan, shu shogirdlariga, o'quvchilariga ertamanda turib, nafaqat bilimdan, balki badan tarbiyani ham o'rgatyapti ekan. Ertaman men o'zim 25 yillik sportchi sifatida aytaman. Ertaman turib yugurganda miyaga qon yuguradi, miya yaxshi ishlaydi, hamma yo'g'i sog' bo'ladi, ibodatga mustahkam bo'ladi. Juda yaxshi narsani o'rgatibdi deb ham aytdik. Ya'ni nafaqat ilm bilan, balki jismoniy harakat bilan ham o'zimizni vatandoshlarni sog'lom hayotga chorlayapti ekan. Yo'q joyingizda shunaqa gaplar gapirib qo'yamiz. Siz yo'g'ingizda sag'iz rostga gapirishdi desa, men yo'g'imda meni ursa ham mayli deydi. Qo'yil. Siz shu yerda ko'rganimizdan juda xursandmiz. Sizni tinglashga kelganmiz. Men nima deyman? Shaxsiyat Alloh taolo bandalari 3 ta narsadan tashkil topgan ekan-da. Aql bor, jism bor, ruh bor. Alloh taolo aqlga tarozini berib qaror qabul qilishni berdi. Lekin aqlni qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi yo jism yoki ruh bo'ladi. Jismga Alloh taolo nafsni biriktirdi deng, ruhga qalbni biriktirdi deng. Shuning uchun inson faqat nafsiga yoqadigan ishlarni qilib, nafsiga qul bo'ladigan bo'lsa, nafsi hakalak otib, ruhni ham, aqlni ham mavh etadi. Va u o'zi aqlan qaror qabul qilyapman deb o'ylaydi inson, lekin nafsi qaror qabul qilayotgan. Shunchaki yashab berayotgan bo'ladi deng. Shuning uchun inson haqiqiy shaxsiy kamolotga yetaman desa, birinchi o'rinda dushmani nafsi bo'ladi. Bu meni gapim emas, mengacha necha buyuklar aytgan. Nafs tarbiyasi haqida o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rgandan keyin harakatga kirishadi odam. Va ruhga Alloh taolo qalbni biriktirdi. Qalbdan keladigan ilhomlar, yaxshiliklar, ruhni ozuqasini berib borgan sari inson ruh kuchayib boradi, ziddida nafs kuchsizlanadi. Inson hayotida bir yaxshilik, bitta yomonlikda ziddida turadi. Hayotingizga bir yaxshilik kirib keldimi, albatta bir yomonlikni chiqarib yo bir bekorchi narsani chiqarib keyin kirib keladi. Hayotingizga bir bekorchi narsa kirib keldimi, yomonlik kirdimi, albatta hayotda qaysidir bir yaxshilikni itarib olib, chiqarib keyin kirib keladi. Chunki to'lib bo'lganmiz biz. Bo'shliq qolmagan. Endi
endi aytmoqchi bo'lganim, biz qilayotgan qarorlarimizni ko'proq qalbimizga bo'ysunyapmizmi yo nafsimizga ham shunga qarashimiz kerak. Vaqt ajratayotganimizda ko'proq nafsimiz xohlaydigan narsalarga ko'p vaqt ajratamiz yo qalbimizga ham. Miyalarda goh-goh vasvas bo'lib qoladi yoki miyada bir yomon fikr kelib qoladi har zamon. Lekin qalbni tobora poklab borar ekansiz, nafsni tobora tazkiya deydi, uni poklab borar ekansiz, o'sha oqim ham bir kun to'xtaydi. Sulaymon alayhissalom payg'ambar bo'lganlar, ulug' zot bo'lganlar, juda yaxshi ko'rgan bir oti bor ekan, chiroyli ot juda. O'sha otlarini bir kuni silab, siypab turgan paytlari, qarab turgan paytlari, o'zi inson shu otga qaragan, ot mingan, kamonni o'q otgan va suzish bilan ketgan vaqtidan so'ralmaydi deb eshitganman men ahli ilmlardan. Tushunasizmi? Ya'ni o'z gapirganimizdandir, choy ichganimizdandir, yo yurib aylanib shunchaki bemaqsad yurganimizdan Xudo so'rash mumkin har bir nafasimizgacha. Lekin otga qaragan, ot mingan paytdan so'ralmaskan qancha vaqt ketsin. Buni ta'ali ko'pkarichilar mana biz hujjat topdik, umr ot ustida o'tib ketib qolmasin. Oilaga albatta vaqt, hammani haqqini bergandan keyingi gap. Ot hech qachon sizga xotinlik qilmaydi. O'shaning uchun otga juda mahliyo bo'lib qolganlaridan qalblari lahzalarga Xudoni zikridan g'ofil qolgan. Payg'ambarlar hatto uxlaganda ham qalblari Alloh Alloh deb urib turgan. Lahzalar ko'zni bir ochib yumguncha sekundni o'sha milliondan biriga ham ekan. Bir nechaga to'xtab qolgan ekan. O'shanda birdan o'zlari kelib mana shu maxluq Xudoni bir yaratig'i meni Xoliqdan, yaratuvchidan mashg'ul qilib qo'ydimi deb eng yaxshi ko'rgan oti bo'lmasa. Hozir sizlar genesistlaringa to'g'ri keladi. Shunaqa qilishni olib turib bittada kallasini olib qo'ygan ekan. Ya'ni Xudo taolodan meni mashg'ul qildimi degan mazmunda. Lahzaga. Ya'ni u so'ralmaydigan vaqtda. Ot unaqa yomon narsa emas. Biz-ku qancha bir internetga kirsa faxshlarga to'lib yotgan narsani ko'rib yoki bir bekorchi narsalarga, bizga joiz bo'lmagan narsaga yoki umuman so'rov plus iqob deydi, itobi bor narsa bizni Xudodan mashg'ul qilib qo'yayotgani o'zi fojiamiz bo'lib qoladi. Agar kim shunaqa holatda bo'lsa, buni eslasinki, bu Xudoga yaqin zotlar, payg'ambarlar hatto o'shandan ham parhez qilgan ekan. Va Sulaymon alayhissalomning duolari bor. Duosining oxirida aytadiki, meni solih bandalaring orasiga qo'shgin deb turib. Kimsan payg'ambar bo'lib turib, solihlar insonlarning ichida eng yaxshilar payg'ambarlar deyshadi. O'shanday zot turgan maqomidan turib duo qilyapti, meni yaxshi insonlar orasiga qo'shgin deb. Birinchidan bu kamtarinlik, tavoziylikdan. Ikkinchidan inson har qanday maqomda bo'lgan taqdirda ham yaxshi insonlar orasida bo'lib turish kerak. Chunki o'tgan o'tmishingizdan ham ko'ra oxiringiz ko'proq muhim bo'lib turaver ekan. Oxiri yaxshi bo'lib turish uchun boya Humoyun bir savol berdi. O'qigan ilmlarimiz, masalan, odob haqida bir narsa o'qisak, amal qilishimiz qiyin bo'lsa nima qilaylik? Insonni o'qigan narsasiga amali qachondan boshlanadi deb savol berdi. Men baflicha gapiraman deb podkastga olib qo'ydim-ki, ilmni kitob o'rgatadigan bo'lsa, uni qanday yashashni yaxshi insonlar o'rgatadi. Yaxshi insonlarning suhbatida bo'lib, ular bilan birga safar qilib, birga yashab, xatti-harakatlaridan sizga yuqadi. Xulq ana shunday o'tadi. Ya'ni kitobda aql o'qiydi, lekin xatti-harakat, xulq bu shakllangan yo shakllanadigan narsa ekan. Bunga qarorni ko'proq qalb, aql yo bo'lmasa nafs bilan aql ikkalasi kelishgan holatda beradi. Unga quvvat beradigan narsa faqatgina yaxshilarning suhbati, yaxshilar bilan birgalikda taomlanishlik, safar qilishlik va suhbatlashishlik bilan bo'lar ekan. Qalbga eng tez ta'sir qiluvchi narsa ijobiylar ichidan. Shu gap. Savolingiz bormi, Nushoh? Savollar endi shu, Janubiy Koreyaga keldingiz, mana asosan O'zbekistonda yurasiz. Koreyada qanaqa bir o'zgarishlar ko'rdingiz? Nimalarni o'zgartirish kerak yoki Koreyada yurgan aholida qanaqa o'zgarishlarni sezdingiz? O'tgan savol. Kamchiliklar yoki ko'p yaxshi
tomonga o'zgargan narsalar? O'tgan zavr o'zi ham boshimiz qimirlatgan vaqt bo'lmadi shekilli. Ko'choydan tortib Po'stangacha borib keldik. Mashaqasdan aylanib, Mahjon, Tejon hamma joy aylanib chiqdik shekilli. Bir kunda 3 martalab, hatto 4 martalab uchrashib qoldik. Ya'ni asosiy yurtdoshlarimiz bilan boshqa hammasi yig'ib olib ketdim. Bir alohida bir post qilaman, bir juda ko'pchilik dardini aytishini aytaman deb turdim. Nasib qilmagan ekan. Nimaga Xudo ilhom bermasa video olmay qo'yganman degan. Bugunga nasib qilgan ekan, endi aytmoqchiman. Shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, musofirchilik oson deb o'ylamang hech qachon. Ko'pchilik O'zbekistondan turib Koreyaga o'g'lim ketdi. Endi bu yoqni bosamiz deb turib haligi uy joy bo'lsin, bo'lmasa haligi mashina bo'lsin, hamma ishtahasi ochilib ketib qoladi nafsda. Bechora bu yerda bolalar ertayu kech ishlab, kunduz kun o'qib, kechasi ishlab yoki o'qish qolib ketib turib chiqib ishlab, hozir nolegal degan narsa chiqdi. Shtrafi ham $1,000 atrofida shekilli. 1000 bilan 2000 orasida, 2 million 10 ekan shu atrofda. Ya'ni o'shalardan qo'rqib, tahlikada yashab, bularga hech oson tutmaslik kerakki. U yoqda falonchini o'g'li shuncha jo'natyapti, falonchini qizi shuncha jo'natyapti, sen nimaga? O'shanaqa ruhiy bosim qilib qo'yarkan ota-onalar, men kuzatganim. Bu yoqda Koreyada yashab turib, ishlab turib, qaysidir bola yo qiz aytsa, xuddi dangasalikka yo'yib yo o'zini oqlashlikka yo'yilgandek bo'ladi. Men xolis odam sifatida kelib ko'rib aytayotganim, hurmatli ota-onalar, sizni nafsingizni havoyi xohishim deb bu yoqda bitta bola juvonmarg bo'lib ketmasin. Yo bir qiz juvonmarg bo'lib ketmasin. Shu doim esingizda tursin. Yomon narsa bu. To'g'ri, ota-onaning farzandi haqqi bor. Lekin bu degani zulm qilib, jabr qilib, uni mayban qilib qo'ymaslik kerak-da. Men juda xafalar bo'lib ketdim. O'tgan safar bechora bolalar ishlab kechasi bilan uxlamagan, uyiga qaytishda avariya bo'lgan bolalarni eshitdik-ku. Ya'ni necha kunlar davomida uxlamaslik yurak qon tomir yetishmasligi kasalligi sababchi bo'ladi. Asabiy bo'lib qolishi mumkin. Har xil shu o'sha sog'lig'ida orttiradigan muammolarga monopol balans beradimi desa yo'q-da. O'shaning uchun men bu yerdagi endi aql o'rgatish emas, bu yerda ishlab o'qib turgan bolalarga qayerda uchrashgan bo'lsak, misol uchun hech bo'lmasa haftangizda bir kunini bo'sh qoldiring. Ya'ni har kuni chiqib turib, masalan chiqqanda $100-120 ishlatsa bo'lsa kerak kuniga, menimcha bu shu atrofda. Hech chiqsa shunday ham hozir aliga ekan juda qiyin bo'lib qopti. Ya'ni to'g'ri, bu o'sha kunlik hayotingiz yaxshilar, lekin uzoq muddatda siz zo'r yasholmaysiz. Uzoq muddatda zo'r yashab, hayotda raqobatbardosh bo'lish albatta ilm bilan bo'ladi, o'qish bilan bo'ladi. O'shaning uchun siz Xudo quvvat berdi, lekin bu quvvat butun umr sizda bo'lmaydi-da. Har doim ham avvalgidek kuchli bo'lmaysiz. O'shaning uchun hozirdan harakatingiz qilingki, bir kun bo'lsa ham bo'sh qoldirib, mayli bir kun o'sha iPhone 16 tutmassiz. 13 hammasi zo'r chiqqan. Yo bo'lmasa siz o'sha eng so'nggi kiyimlar kiymassiz. O'sha bitta oddiyroq kiyim bo'lsa ham, ya'ni nafsingizni havoyi xohishini sal yig'ishtirib olib, o'zingizni yig'ishtirib olib, ilmga ozgina vaqt ajrating, o'z ustida ishlashga, birorta biznesni sekin-asta tashkil qilishga harakat qiling. Chunki bu yerda hatto ancha yildan beri kelib, yaxshigina pul topib turganlarda ham O'zbekistonga qaytib borishda qo'rquv borki, borsa bu sharoit yo'q yoki o'shanday nima deydi, hozirgi topayotgan pulidek pul topolmasligini o'ylab rosa ko'ngillarida hayiqish ko'rdimda. Agar o'sha bir kunda, ya'ni haftada bir kun vaqt ajratib oz-ozdan birorta biznesni tashkil qilishlikka ham onlayndir yo sherdan turib offlayndir harakat qilishganda nimadir o'zgarar deb o'ylab qoldim. Bu ehtimol hammaga to'g'ri kelmas, men aytayotgan gap hozir. Ehtimol men bor voqelikda to'laligicha ko'rmayotgandirman, noqis aqlim bilan gapirayotgandirman, lekin hech bo'lmasa bitta odamga foyda berish mumkin. Hozir aytayotgan gap bitta odamga. Men rosa kulgim keldi. Bitta universitetga bordik, endi shartnoma qiladigan universitetlarda bolalar chiqib keladi. Ustoz Elchixona bilan yaxshi bo'lsangiz, bizning muammomiz bor, yetkazish kerak shularga. Nima muammo bor? Biz haligimizni cho'zib bermaydigan, xullas kalom shu qaytib ketadigan o'xshaymiz. Zo'r-ku. Nima qilish kerak? O'shani cho'zib berish kerak. Menimcha shu vizadir yordam qilsin deganda. O'zi universitet nima talab qilyapti desam, topik 3 olish kerak ekan. 1 yildan oshgan Koreyaga kelgani.
bolalar O'zbekistondan turib topik 3-4 olib kelyapti bu yerdan. Shu yerga kelib turib ham 1 yil mana shu davlatda turib, sen agar topik 3 ololmayotgan bo'lsang, demak muammo o'zingda bo'ladi. Elchixona ayblamas kerak u yerda. Shunday. Ya'ni hech qachon odam mas'uliyatni birinchi bo'yniga olishni o'rganish kerak, keyin o'zini mas'uliyati doirasida talab qilinayotgan narsani bajarish kerak deb o'ylayman. Qachongacha senga kimdir yordam berib haligi sudraydi oldinga qarab. Ya'ni oddiy bir o'qishingdan talab qilingan bir narsani qilishdan bo'yin tovlayapsanmi, demak o'zi hayotga jiddiy qaralmayapti. Bu yoqqa boshqa maqsadda kelinganda, endi hamma har xil tarix bilan keladi, har xil o'tmish bilan, har xil maqsad bilan keladi. Kimdir shu singlisini uzataman deb, kimdir olingan kredit to'layman deb, kimdir bilmayman qanaqa holatda kelgan, o'zida bir boshiga ish tushib kelgan ekansiz. Shunday. Hamma kelgan lekin yo'lini topib ketavermaydi-da. O'shaning uchun Xudoy taolodan faqat duo qilish kerak. Hayotda bitta qutqaruvchi yo bitta Superman kelib sizni qutqarmaydi. Illo o'zingiz qutqarasiz. G'alati eshitadi haligi Harry Potter va Azkaban mahbus degan kino bo'lardi. Ko'rgan bo'lsangizlar. Sirius Black deydimi o'sha. Ko'rganmizlar shu oxirida haligi Demeterlar rosa hujum qiladi. Haligi Sirius Black jonni olaman og'zida bunday bir narsa ruh chiqib ketayotgan payti bu vaqtda oldinga o'tib ko'rgan bo'ladi. Bitta qutqaruvchi kelib turib, hammani haydaveradigan joy bor. Sizmi sadrini ko'rganmisiz? Ko'rmaganmisiz? Ha bo'ldi. Eslayapti hamma shuni. Ko'rib olasiz bo'lmasa. Shunda bular vaqtga oldinga o'tib ko'rgan bo'ladi. Bu yoqda keyin haqiqiy real hayot bilan kelganda kutib turadi, umuman chiqmasdan. Hozir u qutqaruvchi kelishi kerak, hozir chiqadi. Dadasini kutadi, boshqa birovni kutadi. Kelavermaydi. Oxir o'zi chiqadi-da. Allambalo deb turib naq qiladi. O'shanda ketadi. Vaholanki o'zini ko'rgan bo'ladi. Vaqtda oldinga o'tib turib, o'sha qutqaruvchi o'ziligini ko'rgan bo'ladi, yuzini ko'rmagan bo'ladi. Men g'alati tuyuladi, lekin hikmat olaman desa, yo'talsangizmi hikmat bo'lib chiqaveradi. Shunday. Ya'ni o'shandan o'rgangan narsam hayotda biz birdan lotereyadan boyib ketishdi, yo bo'lmasa bitta boy odam bilan yo'limiz tushib qolib, yo liftda uchrashib qolib turib, sen zo'r bola ekansan, uka mana $20,000 oyoqqa turib olganda qaytarasan deb berishini, o'z hayotda qaysidir mansabdorni ko'ziga yaxshi ko'rinib qolib, mansabimiz oshishini nimalargadir bog'lab hayotimizni o'tkazishlik ahmoqgarchilik deb o'ylayman. Hayotingda milliondan bir bo'ladigan narsani kutish bilan, lotereya kutish bilan o'tkazishlik bu ahmoqgarchilik. Qutqaruvchi kelmaydi, xotirjam bu, o'zini o'zi qutqarish kerak bo'ldi. Bu inson o'zini qutqarishga quvvat yetmas. Lekin Alloh taolo shuni tushunib, anglab yetib, qadam tashlab boshlagandan keyin qutqarishni jo'natadi, aniq. Tushunamsizmi? Alloh taolo ota-onadan mehribon, zulm qilmaydi, mutlaq adolat sohibi. Sen ko'tara olmaydigan yukni bermaydi. Hozir masalan ba'zan xafa bo'lib ketaman, 20 million, 30 million qarz uchun ekspertdandir, allambalodan qarz bo'lib qolib turib, qimor o'ynab, hali aroq ichib baraka topgan odam ko'rmadim. Lekin 20 million qarz uchun 30 million qarzni to'lay olmay depressiyaga tushib, o'zini osib o'ldirgan, daryoga tashlagan va hokazo ayollarni, erkaklarni ko'rgandan keyin men his qilib qolamanki, Alloh taolo sen ko'tara olmaydigan yukni bermaydi hech qachon. Sen 20 million qarz uchun o'zing osyapsan. Odamlar $6 million qarzi bo'lib turib, noldan oyoqqa turyapti. Men o'sha odamni ko'zim bilan ko'rganman, gaplashganman. Nima demoqchiman? Biz hamma narsa o'zi nisbiy ekan. Eng qizig'i biz boshqalar bilan haligi yaxshilik kelganda o'zimizni solishtiramiz-da. Yashash uchun. Lekin bunaqa narsalarda solishtirmaymiz. Masalan, shukur qil, sen 20 million qarzing bor ekan, boshqa faloncha qarz, boshqa bilan nima ishim bor dedi. Lekin haligi yaxshi yashash kelganda boshqa bunaqa to'y qilyapti, men bunaqa qilishim kerak deb qoladi. Shuning uchun Xudoy taolo bandaga o'ta mehribonligini tushunishimiz kerak. Men buni bir misolda tushuntirib berganim, hozir takroran aytaman, mavzuga taalluqli bo'lgani uchun. Kichkina bolacha 5 yasharda mana shu yerda yuribdi. Ustiga siz guruch olib kelasiz, qopda. Qancha bo'ladi shu? 20 kilolikmi? 20 kilo bo'lsin. 20 kilo olib, men ko'tar bolam debdim, 5 yashar bola ustiga tashlaysizmi? Yo'q. Mayib qilib qo'yasiz. Lekin 1 kilolik yengil paketchani bersangiz bo'ladi. Ko'tarib yuradi yoqdan bu yoqqa. Endi sen o'zingni noqis aqling bilan, o'zing noqis adolating bilan bolani qiynamasdan ustiga 20 kilo yuk tashamaganing kabi
Alloh taolo mutlaq adolat sohibi, mutlaq ilm sohibi bo'lgan zot senga ko'tara olmaydi, yuk tashlamaydi. Ona boyagi bolani ezarmidi? Yo'q. Onadan million barobar, undan ham ko'proq hattoki Alloh taolo mehribonroq. Xudoning inoyat, karami, rahmat nazari bo'lmaganda biz yo'q bo'lib ketardik. Alloh taolo sattor ekanda, ayblarni yashiruvchi deydi. Xudo ayblarimizni ham yashirib, ham bizga unuttirib yuborgan. Agar sizda meni shu o'tirganlarda hamma qilgan gunohini bor-ku, peshonasini mana shuni ko'rib turganda, shu yerdan tashlab yuborgan bo'lar ko'pchilik. Shunday. Yasholmas edi. Bir qadam oldinga tasholmas edi. Depressiyaga tushib o'zini osib o'rgan bo'lar. Men yashashga noloyiqman deb. Xudo taolo shu qadar mehribon ekan, juda ko'p gunohlarni kechirib, yana unuttirib, top-toza qilib qo'yib, yana imkon beraveradi, borib kallamiz uraveramiz. Qachon o'zingga kelasan banda deydigan odam yo'q. O'sha podkastga kelib qolsa aytinglar. Aytishadi-yu anavi. Agar gunohlarni hidi kelganda edi, hech kim chidolmasdi deydi-yu. Shunaqa. Hozir men bir narsaga hayronman-da. Kim ishonadi, kim ishonmaydi? Avvallari avliyo zotlarda bunaqa hodisalarni eshitganman-da. Garri Potter haqida savol bermoqchi bo'lganimda siz aynan bu haqida gapirib qolganingiz. Zo'r. Savol shunday ediki, o'ylab turgan narsam, siz Amerikaga bordingiz, borganda efirlar qildingiz. Shunaqa kuzatib bordim hammasini. Ana shu yerda siz, men endi aktyorligim uchun aynan bu sohada savol bermoqchi edim shekilli. 5 deymikin 7 diga kirdingiz-da. Ana shu Garri Potterda haqiqiy atmosferasini ko'rib chiqqandan keyin yana qaytadan kiraylik dedingiz-da. Bolalar yo'q, yana kirsak o'chirib turamiz, yana qolib ketamiz dedi. Keyin siz bo'lmasam sizlar aylanamiz, keyin yana oxirida bo'lsa vaqt bo'lsa yana kiramiz dedingiz-da. Nima hayratlantirdi shunda? Ha, unda Forbidden Ride deydi Garri Potterdan. Nima? Inson bir narsani ilm bilan bilishi va ko'z bilan ko'rib bilishi, anglashi bor ekanda. Ilm bilan bilishi, miyangizda tasavvur qilishingiz. Misol uchun Koreya degan davlat men uchun o'tgan yil dekabrdan paydo bo'lgani yo'q. Yoshligimdan bilaman. 38-parallelda ikkiga bo'lingan, shimolda shimol, pastda janub. Tarixiga juda yaxshi bilaman Koreyani. Endi shu nazariy ilmni hatto sindirsa bo'ladi. Kelib turib o'sha O'zbekistonda kimdir yashab yurgan odamga o'zi Janubiy Koreya degan davlat yo'q. Senga shu paytgacha yolg'on ma'lumot aytishgan, mana kartalar hammasi o'ylab topilgan, va hokazo deb turib. U bilan bir 30 kun yo 20 kun ishlasangiz, bo'ldi, u uchun Koreya yo'qda. Ya'ni ilmi hamin qadar bo'lsa sinating. Mana shu taqlidiy e'tiqod. Lekin Koreyaga kelib ko'rgan odam, yerda yashab ko'rgan odam, ya'ni O'zbekistonga qaytib borsa, u odamga borib Koreyani yo'qligini isbotlay olmaysiz. Mana shu ko'z bilan ko'rgan e'tiqod. Endi shaytonni qilgan gunohi Alloh taoloni his qilib turib, jannat ichida, ya'ni jami uni mahluqotlari, mo'jizalarini ko'rib turib unga osiy bo'ldi-da. Ya'ni u aynal yaqin bilan, ko'zi bilan ko'rib turib, ishonib, bilib turib Xudoga osiy bo'ldi. Uni gunohi masalan bitta sajda qilmaganiga ketdi. Lekin bizni sajda qilmagan peshonalarimiz, Xudo taolo uni bittada joyida moment jazosini berdi. Bizniki nimaga kechirib yana tavbani to o'lgunimizgacha imkon berib turibdi desa, biz hali Xudoni ko'rmasdan turib shuncha iymonimiz bor. Bu katta ne'mat ekan. Shayton Alloh taolo Odam alayhissalomga sajda qilgan deganda, sajda qilmaganda nimaga sajda qilmading deb so'rasa, aytdiki, men yaxshiman undan dedi. Men yaxshiman undan deb. Birinchi gapirgan gapi men bo'ldi. Keyin yaxshiman. Keyin oyog'ini shunday ko'rsatib undan bo'lyapti. Bu hayotda kim faqat men deyotgan bo'lsa, shayton sifatida bitta yo'qib qo'ygan bo'ladi. Birovga qiyosan o'zini yaxshi deb o'ylayotgan bo'lsa, yana bitta yo'qib qo'ygan bo'ladi. Keyin undan keyin aytgan suhbatlari bor, o'rtarog'ida keladiki, ey Robbim, sen meni yo'ldan ozdirganing kabi odam bolalariga yer yuzida gunohlarni chiroyli ko'rsatib, hammasini yo'ldan ozdirim, illo ixlosli seni bandalaringdan tashqari deb aytadi. O'shanda shaytonning yana bir yomon sifatini qarangki, o'zi gunoh qilib turibdi, o'zi osiylik qilib turibdi. Endi
bizni tilda aytganda, ko'chani tilda aytganda, Xudoni krayni qilyapti. Sen meni yo'ldan ozdirding. Endi seni shu qilgan ishing uchun men bunaqa qilaman deb turib, hayotda shunaqa odamlar chiqib qoladi. O'zi g'irt nohaq, lekin birovni krayni qilib, na prinsip ish qiladigan. Bilingki, shayton qochish kerak unaqa odamlardan. Endi Payg'ambarimiz alayhisalomni qarangki, Toifda hech qanaqa bir manfaatsiz bordilar, biror bir narsa istamasdan o'sha toiflarga yaxshi bo'lsin uchun bordilar. Borganda toshbo'ron qilishdi, hamma yoq qon bo'ldi. Endi duo qiladilarki, Robbim senga quvvatimni zaifligidan shikoyat qilaman deb boshladi. Ey Xudo, sen nimaga unaqa qilding demadi. Toiflar nimaga unaqa qiladi demadi. Bular nonko'r desa haqqi bor. Ya'ni 100% haq bo'lib turgan holatda aybni o'zidan qidirishlik avvalo payg'ambardan qolgan ta'limot ekan, avliyolar sifati ekan. 100% haq bo'lib turgan holatda aybni o'zidan qidirish. Endi 100% nohaq bo'lib turgan paytda birovdan ayb qidirishlik bu shaytonning g'irt sifati ekan. Umumiy teskarisi avliyolik turadi. Endi Payg'ambarimiz alayhissalomni bularda haqqiga qilgan duosi-ku umuman boshqa narsa. Duoga xayr qilishligi. Tushunasizmi? Shuning uchun biz har qachon faqat men deyotgan bo'lsak, o'zimizni kim bilan qiyos qilib turib, kibr qilayotgan, ularni haqir sanayotgan bo'lsak, bilingki, shayton yo'ldan yuryapmiz degan. O'shaning uchun inson nima bo'lishidan qat'iy nazar, men shu yerda nima xato qildim ekan deb turib o'ylab ko'rsa, mas'uliyatni bo'yniga olib turib, o'zidan bir hikmat qidirsa, o'sha paytda o'zida avliyo u odam. Turg'ut O'zal degan Turkiya prezidenti bo'lgan ustozimiz juda go'zal tushuntirib bergan bir suhbatda, diplomatiyada nima? Diplomatiya degan joyni kesib tashlaysiz. Ustozimiz degan joyda gap. Men boshdan boshlayverasiz. Turg'ut O'zal degan bir ajoyib prezident o'tgandi. Turkiyaning prezidenti. Shu O'zbekistonga ham kelib ketgan ajoyib hikmat sohibi bo'lgan ekan. Ana shuni zo'r gapi bor. Shariat, tariqat, ma'rifat degan. Shariatni tushuntirgan bir odam tahorat olyapti. Barzangi odam keldi. Hech qanday sababsiz bir va'dab tashladi. Haligi odam shunday turdida buni ham qaytarib bir urdi dedi. Mana shu shariat bo'ladi. Ya'ni sizga birov nohaqdan zulm qilsa, uni mislicha qaytarishingiz dunyoviy jihatdan har qanaqasiga prinsipga to'g'ri keladi. Ikkinchi odam nariyoq tahorat olyapti. Barzangi bordi, uni ham bir va'dab tashladi. Shuni yiqildi-da, "Oh" dedi-da, turib o'tirib o'yladi. Bu zarba, bu shapaloq albatta meni qaysidir qilgan gunohim uchun keldi. Xudo yubordi. Xudo menga maktub yubordi. Men uni qabul qilib oldim. Pochtachi kim ekan deb turib bunday qarab qo'ysa deydi. Subhanalloh. Shu tariqat dedi. Endi ma'rifat nima desa, naryoqda yana bittasi tahorat olib barzangi bir va'dab tashladi dedi. U oham demaydi dedi. Shuni turib yana joyidan davom etaveradi-da. Ichida o'ylaydiki, Xudoyim maktub yubordi. Biz uni boshimiz ustiga qabul qilib oldik. Subhanalloh. Pochtachi bilan ishim ham yo'q deydi. Tushunasizmi? Pochtachi bilan ishim ham yo'q. Hazrat Rumiyning baytlarini aytgandik, ko'pchilik eshitgan, nima? Qulga balo kelmas haq yozmaguncha, haq balo yozmas qul yo'ldan ozmaguncha, haq quldan intiqom qul ila olur, dinu irfon bilmagan buni quldan deb bilur dedi. Subhanalloh. Siz bir gunoh qilsangiz yo bir xato ish qilsangiz, ko'pincha kutasiz, meni shu osmondan bir chaqmoq keltirib o'ldirib tashlasa kerak. Yer yorilib tushib ketsam kerak, bir fantastik bir g'ayrioddiy bir mo'jiza bo'lib turib, Xudo menga jazoimni berib qo'ysa kerak deb kutadi odamlar. Unaqa bo'lmayaptimi? Ha, demak, gunoh qilsam bo'laverar ekan, yengil sanab yana davom etaveradi deng. Seni gunohingni Alloh taolo buni fizika yo bo'lmasa gravitatsiya va hokazo qonunlarni chetlab o'tadigan daraja jazo berib turib, haligi qonunlarni oyoq osti qilib ovurib bo'lmaydi. Boshqa bir banda kelib mazang qochirib ketaveradi. Birov seni xafa qildim, bilgin kimni xafa qilgansan. Birovning haqqini yeding, bilgin sen kimni haqqiga rioya qilmading. Birovning asabini buzdingmi, sen kimnikidir buzgansan. Hammasi bandalar o'zi kelib turib hal qilib rashvat qilib ketadigan narsalar hammasi. Biz esa o'sha odamni xafa bo'lib o'tiramiz. Mana shu bo'lmaganda bunaqa bo'lmas edi. Buni men asabim buzdi.
sen bo'lmaganingda men bunaqa bo'lardim. Yo'q. Sen hikmatni o'zingdan qidir. Qayerda adashding, qayerda xato qilding. Shuni topganda juda ko'p oilalar eson omon yashayotgan juda ko'p masalalar yechilib ketgan bo'lar deb o'ylayman. Shuning uchun pochtachi umuman ishingiz bo'lmasin. Maktub qabul qiling, o'qing bo'ldi. Nima yozilgan? Lekin qalb titraydigan so'zlar bo'ldi. Kattakon rahmat. Oldin ayolimga restoranni qilib, ovqatlar qilib, klient kelsa, somsa tugaga. Men aytardim, ayolim, nimaga somsa qilmading? Nimaga shuni qilsa bo'lmasmidi? Harakatini qilsa bo'lmasmidi deb rosa urishardim-da oldin. Hozir bunday o'ylab qarasam, u harakat qilyapti, ishlayapti. U kelgan odamni somsaga rizqi bo'lmasa, xotinimda nima bor degan xulosa qilyapman endi. Demak, u odam rizqi yo'q ekan somsaga yoki qozonga olib tugab qolibdi. Demak, rizqi yo'q ekan deganda. Lekin kerak bo'lsa kechalari eshikni ochganmiz-da. Nega? Odamki, agar falon joydan keldik, Busandan keldik, qornim och, boradigan joyim yo'q, oilam bilan haqim bor edi desa, bo'ldi, hozir boraman eshikni ochib, o'shalarni mehmon qilganmiz-da. O'shaning uchun o'zingizdan tashqari g'ayri ixtiyoriy sodir bo'ladigan voqelikni Xudoning rejasi deb biling bo'ldi. His qilmay yashaysiz. Maksimum sababini qilasiz, o'xshamadimi? Banda sababdan so'raladi, harakatdan so'raladi, natijadan so'ralmaydi. Bo'ldi. Nasiba yo nasiba emas ekan. Shunday. Hozir ishchilar kelyapti, masalan, ishchilar juda qalbaligida, masalan, o'zbeklar keladi, ish bormi deb, bizga ishchi kerak, ularga ish kerak. Lekin odatda ko'pchilik nima deydi? O'tgan safar bir videoingizni ko'rib qoldik-da, Savdogar ustoz degan kitobda aytganingizda, sira zakaz qilib O'zbekistonga kelib o'qidik-da. O'shanda masalan ishchilar kelyapti-da, telefonda gaplashib o'tiradi, misol uchun, boshqa qiladi. O'zi boshqa mamlakatda haligi odamlarni, chet elliklarni olsak, bizga arzonroq, aqlliroq, ya'ni aqlliroq emas, anaqa ko'proq ishga ko'proq. Lekin o'zimizniki bo'lsin deb ishchilarni olamizda, ba'zan hali qilishadi-da, ya'ni o'zini suiiste'mol qilishadi. O'shanda qandaydir qanday tushuntirishni hech bunday tushuntirsam, boshqacha yaxshi gapirsangiz, ularni kutib, Mahmud akam yaxshi ekan, mehribon ekan deb buzi qilsa bo'laverar ekan degan. Xullas keyin salgina nima qilyapsan desa, aka jahli yomon ekan deb ketib qolishadi-da. Suiiste'mol qilmasa, qo'l iste'mol qilsin. Shunayda. Ya'ni bir tarix o'tgan Fransiya ham Angliyaning bir malikasi bo'lgan. Xalq qiynalyapti. Yeyishga noni ham yo'q ekan desa, non bo'lmasa to'rt yesin deydi. O'zi to'qchilik hamma to'xtab o'ylaydi, lekin o'zi ochadi ham men och deb o'ylaydi. Biz gapingizga qaytamiz, qarang. O'zi rahbar odam o'zi qiyin juda. Adolat, mutlaq adolat Xudo taolo o'rnatgan bandasi qiyin. Lekin imkon qadar qilaman desam, bitta qoida bor. Ishni ustida qattiq talabchan bo'lish kerak, ishdan tashqari juda yaqin bo'lish kerak. Ko'pchilik ishni ustida so'raladigan narsani ustida mehribon bo'lgan payt ustiga chiqib oladi. Shunaqa. Bo'yniga. Yelkaga chiqsa bo'ladi, o'zi bo'yniga chiqsa bo'ladi. Endi ishda ham qattiq talabchan bo'lib turib, ishdan tashqari holatda ham juda qattiq qo'pol bo'ladigan bo'lsa, u odam qo'rs bo'ladi, undan qochadi ko'pchilik. O'shaning uchun ishni ustida nimaiki bo'lsin, talabchan bo'lib, haq masalasini birinchi to'g'ri tushuntirib qo'yish kerak. Sherikchilik ishlarida, mana shunaqa ish masalalarida bir narsa o'ta ehtiyot bo'lish kerakki, Alloh taolo avvalo bizni bundan yiqitmasin, hammamiz quvvatimiz yetgancha bunga rioya qilaylik. Adashgan bo'lsak, Xudo kechirgan bo'lsin, kimda haqqi qolgan bo'lsa, kelib turib talab qilsa berishlikni Alloh taolo nasib etsin. Lekin bir ustozimiz aytganlarki, bir odam boshqa bir odamni zarra miqdorida haqqini yegan bo'lsa, masalan 10 daqiqa, 15 daqiqa siz unga pul to'layotgan vaqtingizda telefon o'ynab o'tirish ham o'zi sizning haqqingizni yeyish bo'ladi. Qarang. Bir odam boshqa bir odamni zarra miqdorida haqqini yegan bo'lsa deydi. Haqqi yeyilgan odamga deydi, qiyomat kuni haqqini yegan odamdan so'rov o'tirmaydi. 700 ta qabul bo'lgan namozi o'tib ketadi deydi. 700 ta. Bu necha namoz o'qiganmiz, qabul bo'lganmi yo'qmi Xudo biladi. Lekin men shu yerda hozir 700 ta degan 2 yillik bomdod namozi ketdi degan, shu o'tib ketdi. Zarra nima desa, quyosh tushgan paytda ko'zingizga ko'rinadi, changga o'xshagan narsa. Bittasi zarra bo'ladi. Tushunasiz? Men agar men sizdan so'ramasam, mana shuni olib ketadigan bo'lsam, bu nechta zarradan tashkil qilib bo'lsa bo'ldi. Men hamma narsamizga o'tdi degan. Men shu bilan boraman Xudoning oldiga.
shunga tayyor bo'lsa, kimdir duxi yetsa bemalol xohlaganini qilsin. Ya'ni men odamlarni aqliga gapirishni to'xtatdim. Projektoringiz ulardan olingda, Xudoy taologa qaratib qo'ying, duo qilib qo'yavering. Alloh isloh qilsin deb yaxshilikka duo qiling faqat. Albatta. Chunki mazlum odam yomonlikka duo qilsa mazasi qochadi hamma. Duo qilmasa mazasi qochadi. Lekin xayriyat deb duo qilsa go'zal. Payg'ambarimiz alayhisalom toiflar haqiga Jabroil alayhisalom tog'ga biriktirilgan farishtalar kelib turib bir og'iz gapingiz masalasini hal qilamiz degandek, tog'ni shunday ustiga ag'darib qo'yamiz degandek taklif berganlarida haqlarga chiroyli duo qildilar. Allohim ular bilmasdan qilyapti, hidoyat bergin deb. Shu mazmunda farishtalar ham lol qolganki, chunki ungacha hamma payg'ambarlar bu imkoniyatdan foydalangan. Hamma qavmlari sarkash bo'lsa jazo olgan. Lekin bu yerda ular 100% nohaq, zolim bo'lib turgan payt, bu zot mazlum bo'lib turgan paytlar duoyi xayr qilganlarni ko'rib qanotlarini ko'tarishganda o'sha batahqiq siz buyuk xulq ustidadirsiz degan oyat karima Qalam surasida keladi. O'sha voqeadan keyin nozil bo'lgan. Alloh taoloning o'zi buyuk kalomida, qiyomatgacha o'zgarmaydigan kalomida maqtab turganda, biling bu maqom nimadan keyin keldi, buni bilish kerak. Hikmat. Toifdagi o'sha qilingan duo butun insoniyat yaralibdiki eng pik nuqtasi deb o'ylayman. Men uchun shunaqa. Va bir insonni haqqiga duoyi xayr qilishlik o'sha maqomga olib chiqadigan eng tez yo'l ekan. U hatto sizga zulm qilgan bo'lsa ham. Chunki boshida aytdingiz, Alloh taolo hech qaysi bandani bekorga yaratmaydi dedingiz. O'sha yomon odamda nimadir hikmat bor. Inson bir yomonlik qiladigan bo'lsa, shuni mislicha yaxshilik qilishga quvvat bo'ladi. Faqat noto'g'ri yo'nalgan bo'ladi uni. To'g'ri yo'naltib qo'yish kerak bo'ldi. Qancha o'tmishda siyrat darslarida o'qiganmiz, undan keyin ham hozir ham hayotda ham ko'rib turibmiz. G'irt bir odamlarga zarar tegib turgan odam Xudo bir hidoyat berib, bir yaxshilikka kirib qoladigan bo'lsa, o'shancha mislida, o'shancha miqdorda faqat yaxshilikka xizmat qilgan. Ehtimol o'zimiz ham qachonlarda yomon bo'lgandirmiz. O'zi hozir ham ehtimol yomondirmiz, yaxshimiz deb hisoblarmiz. Lekin odamlarga manfaat yetkazishlik masalasi keladigan bo'lsa, vaqtida zarar yetganlar, vaqtida foydasi ham tegadi. To o'lmadimi, birovga hukm chiqarishga shoshilmaslik kerak. Gaplar. Aytamanki, masalan, haligi endi o'zimcha aqlim nima bilan noqisim bilan o'zimga formulalar qilib olganman-da. Bularga ham aytaman, ishchilarga mana qara. Alloh taolo go'zal va go'zal narsalarni sevadi degan. Masalan, poklik, islom poklik, din poklikda qurilgan degan, tozalab yuringlar degan masalan formula. Yana aytamanki, Alloh taoloni sevgisiga sazovor bo'ladigan inson har bir ishini bir chiroyli qilish kerak deyman-da. Juda anaqa ko'pchilikda e'tibor beraman suhbatlarda, ayniqsa 3-4 yil oldin ishlagan bolalarimiz yaxshi ko'rgan ishingni qilgin degan haligi so'z juda ko'p aylanganda, haligilar ba'zi ishlagisi kelmaydi qoldi. O'shalarni eshitib ko'rinib turibdi-da, bir yaxshi ishlagan u ishlarni eshitgan haligi aytibman, yo'q, bu ishni ham xohlagan Alloh, men xohlamaganman-ku, to'g'rimi? Seni uyingdan olib kelmaganman-ku, viza olib seni. Sen Alloh xohlagancha vaqt kelgansan. Shu ishingni Alloh uchun qilgin, men uchun qilma. Shu joyda yaxshi narsa aytdingiz. Bir odamni bir sohada rizqi kelib turgan bo'lsa, Xudoy taolo unga bir sabab qo'ygan bo'lsa, o'zidan g'ayri ixtiyoriy bir narsa sabab bo'lib turib, birdaniga o'zgarib ketib qolmasa, shu rizqi kelib turgan joyda o'zgartirmasin deb aytishibdi. Tushundingizmi? Aytganingizni bitta ikkita video ko'rib oldim, birdaniga ertasiga millioner bo'lib ketadigan de hammasini tashib, ya'ni kamiga qaytib kelmaydigan bo'lib turdi. Hamma betiga solib eshik sharaq etib yopib qaytib kelganlar ham bo'lgan. Bunaqa keyslar bizda ham ko'p bo'lganda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sen o'zing Xudoy taolo bir joydan rizqing kelib turgan bo'lsa, qo'ling bilan buzib boshqa o'tma. Yangisini qurmasa eskisini buzma deydi-yu. Shu narsaga e'tibor qilish kerak. Ya'ni ba'zan o'zing orzungdagi, idealingdagi yaxshi ko'rgan ishingni qilishing uchun ham hozir qilib turgan ishingni yaxshi ko'rishga majbur bo'lasan. O'sha qoida. Yo yaxshi ko'rmagan ishingni qilishga majbur bo'lasan. Sabr bilan oz-ozdan qilib keyin yig'ib imkon va quvvat bo'lganda unga o'tiladi. Hamma ham bir kunda yumalab millioner bo'lib, boya aytganingiz yaxtan ustida yotib olib, haligi chet el yurmaydi. Oldin qiymat yaratish kerak, xizmat qilish kerak. Shundan keyin Alloh taolo unga bir rohat ne'matini beradi.
hozir juda ko'pchilik nima deydi, oldin avvalgilarga o'xshamas deydi-yu, nimagadir kelgan borgan sari yoshlar boshqacha bo'lib boryapti-da. Ko'p kelyapti. Ko'p kelyapti, qarayda. Masalan, biz SSR paytda katta bo'lganmiz, bizga o'g'il bolamisan degan so'z eng og'ir so'z bo'lganda, hozir qiz bolamisan desangiz, endi nima deyapsan, o'g'il bolaman, ko'ryapsanmi deydi. Odam biralik bo'lib ketadi. Biz uchun o'g'il bolamisan degan so'z og'ir bo'lganda, hozir shuni qanday bir davolasak, bir tarbiyalasak, biz ham qo'limizdan kelgancha yo dadasi qilolmaganimiz qilolmaymizmi, yo qanday ota-onasini qilolmaganimiz qilolmaymizmi, nimadir qilishimiz kerak-ku degan bir odamni qalbidan bab o'tar ekanda. Voy. Yaxshi gaplashib turdik. Yo'q. Bo'ldi, boshqa joyga qaytaveramiz o'zi. Qarang, bu poklik deganingizga hayolimga kelgan paytda kelganda gapirmasin, gapirganda kelmaydi deydi. Esimda gapirib olay. Poklik deganingizga ovqat qiladigan, endi hamma ham ovqat yeydi, ovqat qiladi. Uydadir, oshxonadadir, farqi yo'q. Men maktablarimizda borsam birinchi imkon qadar oshxonaga kiraman. Samarqand maktabimiz direktori turibdi, o'zlari shohidam. Kirib, ayni mana shu qissalarni aytib berganman povurlarimizga. Imom Ahmad Hazrat ko'pchilik eshitgan, milliondan ziyod hadis bilgan buyuk olim. Ustozlari Imom Shofiy Hazrat bo'lganlar. Ziyoratlariga keladilar bir kuni. Ziyoratlariga kelsalar, katta bir jamoat yig'iladi, suhbat bo'ladi. Undan keyin suhbatlardan keyin dasturxon yoziladi. Ovqat olib kelishadi. Sho'rva olib keladi. Sho'rvani shu qadar ishtaha bilan yeydilar. Keyin mezbonjo farosatli odam bo'ladi. Yana olib kelaylikmi desam, yaxshi bo'lar dedim. Ikkinchi kosa olib keladi. Rosa ishtaha bilan yeydi, tozalab qo'yib. Yana olib kelaylik, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kosa ovqat ichgan ekan shu yerda. Odamlar hayron. Olim odam, avliyo odam derdan yaxshigina yeyapti. Ichirib gap bo'lgan. Keyin yotoq joylariga endi hamma tarqadi, xonasiga kirib ketdi. Qizlarga aytadi adashmasam, xonasini oldiga, eshigini oldiga obdastada suv qo'yib qo'ygan. Kechasi o'tirib tahajjud o'qiydi. Ertalab uyg'onsa, suvga teginmagan bo'ladi. Chaqiradi. Siz bizdan ketgandan keyin ancha o'zgaribsizmi dedi. Kecha hammani oldida 8 kosa ovqat ichsiz, suvga teginmabsiz, nima bo'lyapti dedi. Aytadilarki, kecha men Alloh taoloning fazli bilan halol ovqatdan chiqib turgan nurni ko'rdim. Subhanalloh. Qancha bo'lsa shundan istifoda qilay deb 8 kosa ichib qo'yibman. Va o'sha halol ovqatdan hosil bo'lgan mana quvvat deydi. Ertalabgacha uxlaganim yo'q. Haligi suvni ishlatishga hojat ham bo'lmadi deydi. Ertalabgacha 1001 masalaga javob yozib chiqdim degan ekan. Subhanalloh. O'shaning uchun toza pokiza narsalar, toza qilingan narsalar, bir tozalikka, poklikka, halollikka e'tibor qilingan narsalar, ehtimol Xudoning zikri bilan yaxshi narsalar gapirib qilingan narsalar pozitiv, ijobiy energiya bo'ladi, halol energiya bo'ladi. Uni yerkansiz yaxshilik qilmasdan, ibodat qilmasdan chiqib ketmaydi. Men uchun qoida shu. Uzayli ibn Niyoz Hazrat aytgan ekan, ertalab gunoh qildingmi, bilginki kechasi shubhali taom yegansan katta ehtimol bilan dedi. Bir inson yomon narsani yerkan, yomon energiya paydo bo'ladi. Va u g'iybat, gunoh, bir yomon ish yoki dangasalik qilmasdan chiqib ketmaydi. Biz ko'pincha masalan kimdir namozga erinib qoladi, kimdir ishiga haligi lanj o'qib qoladi, kimdir bir bardavomlikda qiynalib qolib turib, men deydi qaysi kursda o'qishim kerak, ko'proq ilm olishim kerak deb umuman boshqa joydan qidiradi javobini. Yo'q, sen birinchi buni yeydigan, ichadigan narsaga yaxshilab qarab olgin. O'shani to'g'rilashing bilan bu yoqda katta masalalaring hal bo'lib ketadi. Poklik deganingizga boya gapirgan gaplarim hatto ta'sir qiladiki, Bahud Naqshband Hazratning oldiga bir ovqat olib kelishadi, shu bir ziyofatda. Yemeği olib turaveradi, qarab turaveradi. Oling Hazrat desa, yeyolmayman dedi. Ovqatni zahar qanday yeyman? Shunaqa mazmunda gap bo'lyapti. Ovqat u zahar emas dedi. Yo'q, buni qilgan odam juda darg'azab bo'lib turib, ko'p og'zidan yomon gaplar chiqib qipti. Bu ovqatni zaharga aylanib bo'lgan dedi. Tushunasizmi? Hatto gapiradigan gaplarimiz ham, o'ylaydigan o'ylarimiz ham juda ta'sir qilar ekan. Bizni u ovqatimiz, u kiyadigan kiyimlarimizgacha hattoki. Shuning uchun ayollar
o'sha ahli oilasini kiyimini yuvayotganda yaxshi narsalarni o'ylab boshqa. Men enam rahmatli katta enamiz juda qattiq bo'lgan deyishadi. Qaysi ma'noda tozalikka o'ta e'tiborli bo'lardi deydi. Judayam deydi. Judayam. Nima? Endi u paytlari ro'mol o'ragan bor, o'ramagan bor. Lekin hammani kim bo'lishini qat'iy nazar o'rasa o'ramasa oshxonada hech kim ro'molsiz yurmas edi. Erkak kishiga mana hammamiz erkakmiz. Eng yomon narsa shu. Sho'rvani ichib tursang o'rtasidan chach chiqishi juda yomon-da. U ishtaha ham o'ldiriladi, keyin soch yuvilgan yo'q xudo biladi. Undan ham yomoni bor. Yarmi chiqishi tishingizdan olasiz, yarmi soch chiqishi. Aytadi-ya, olma yeb tursang shilliq qurt chiqsa qanday yomon desa, yo'q, uni yarmi chiqsa undan yomon deydi. Endi qarang, enamlar juda shunga mahkam bo'lardi. Ya'ni doim tahoratda u yoq bu yog'ing yopilgan, zikr qilib turib ovqat qalasida juda qattiq bo'lgan. Ayam rahmat aytib berardi. Shu hammamiz imtihon qilib kelin qilgan deb aytardi. O'shana enalar yo'qolib ketdimi deyman. O'sha ya'ni hozir eslatma bo'lsin uchun aytib qo'yapman. Bahodir Zangiota bobomiz, bu kishi Ahmad Yassaviy hazrati shogirdlari Sulaymon Boqirg'oniy degan odam o'tgan, Hakim ota degan o'sha kishining shogirdlari bo'lgan. Toshkentlik bo'lgan, Zangiota degan alohida tuman bor. Chiqishib cho'pon bo'lganlar. Bir kunda 40 farsah yo'l yurar. 40 farsah taxminan men o'zim hisobladim, 45 ming qadamga teng. Umraga borganmisiz? 22 ming qadam tashlagansiz. 2 barobar ko'proq yurganda, har kuni yurib borib kelavergandan 30 kilometr ko'p masofaga. Biz 10 ming qadam yursak qarshi chalyapmiz, sog'lommiz. 45 ming qadam. Keyin bir kuni uyiga kelib gap ochilib qo'yganda ayollarga maqtangan ekan, qaro xotin kuniga 40 farsah yuraman, charchamayman, Xudoning bir ne'matida desa. Shunda bizning ham xizmatimiz bordir desa. Seni nima qilsang bo'lishi mumkin debdi. Anbar onamiz ayollari shu qadar tozalikka e'tibor qilganlaridan men Xudoning bir do'stini, bir avliyoni xizmatini qilyapman deb shu qadar hurmat qilganlarida erini choy ichadigan piyolasi, ovqat yeydigan kosalarini har kuni 40 martadan chayar ekan. 40 martadan. Juda tozalikka e'tibor bergan. Suvni isrof qilmagan. 40 martadan chaygan. Keyin o'sha boya sen nima qilsang bor degan gapga bir ko'rsatib qo'yay deb ertasi kun 39 marta, undan keyin 38 marta, undan keyin 37 marta chayib bittadan kamaytirib bordi. Bu yoqda masofa ham qisqarib ketyapti ekan. Bir kun 5-6 farsah, 10 farsahga yetmasdan charchab, harsillab xotin menga bir narsa bo'ldi. Ha. Xudo menga hali bergan narsa solib qo'ydimi deyman. Shuncha yursam charchab qolyapman desa. Keyin bo'lgan voqeani aytib bersalar, hikmatini tushungandan keyin, ha, sen juda barakali xotin ekansan, rozi bo'l, haqqiga ko'p duo qilgan ekan. Rozi bo'lsin. Nima demoqchiman? Er kishini barakasi haqiqatdan xotinni tutumi deydi. Yurish turishi, eriga nisbatan o'y fikrlariga ham juda bog'liq bo'ladi. Masalan, eringizni haqiqatdan bir Xudoning do'sti, bir buyuk odam deb turib o'ylab boshlab, unga munosabatni o'zgartirganingizdan boshlab eringiz shunaqa buyuk odamga aylanib bo'lgan bo'ladi. Faqat o'rtada ozgina vaqt bo'ladi. Oldingidan bu xarakterga o'tish uchun. Erim alkash neshasini desa, shunaqa alkashni xotini yo'q. Bir tiyin desa, bir tiyinni xotini bo'lib yuraverasiz. Xuddi shu muomala va munosabat ayolga nisbatan ham. Ayolga nisbatan ham. Ya'ni meni ayolim shu dunyodagi eng afifa, toza, pokiza, shu zamonasi Robiyasi, zamonasi Fotimasi bo'ladi deb turib, shunaqa gumonda, go'zal bir gumonda yashab boshlang, o'sha kundan o'zgaradi ayolingiz. Ya'ni bu yerda muomalalar, munosabatlar, hurmat yuqori pardaga ko'chgandan keyin oila ham biz o'sha orzu qilgan yuqori pardaga o'tar ekan. Qars ikkita qo'ldan chiqadi deydi. O'sha ikkita qo'ldan chiqsa bo'lmasa boshqa yerdan chiqadi. Haligi bitta bola yaxshi otasi aytgan ish qilmagan ekan. Kelib turib, "Ha, o'g'lim, nima qilmading? Bir narsa deb urishsa, dada" debdi. Boya siz aytgan haligi g'alatiroq bolalardan ekanda. Yosh. "Dada, qars ikkita qo'ldan chiqadi" debdi. Keyin bir urdi-da, tarsak bitta qo'ldan ham chiqadi debdi. Ikkita qo'ldan chiqmasa demak, oxir bitta qo'ldan chiqadi-da. Shunday gaplar.
Bu sizlar podkastlaringiz men kuzatganimda odatdan 40 minut bo'lardi. Ya gapiradigan odam yo'q. Planni bajarib bo'ldik shekilli. Ya siz suhbatingizga to'yib olaylik. So'ylasin. Bu gapirgan ko'p xato qiladi o'shanga. Ya siz bizni xato yo'q inshaalloh. Kechagisi 2 soatda o'tib ketdi lekin hali chiqqan yo'q efirga u 2 soatda o'tib ketdi. Rosa gaplashadigan odamlarga gapimiz. So'ylasin. Amin. Hozir mana eng asosiysini men o'zi boshda aytaman dedim. Haligi shaxs podkast deganligi. Xulosani aytmayapman. Ya'ni sizlar bu yerda ya'ni toza narsalarni olib kelib, tozalik bilan pokiza odamlarga yetkazyapsiz. Shu juda katta ibodat deyman. Alloh. Tushunasizmi? Siz ovqatingizni yeb turib, ibodatga quvvat bo'lsa, bir yaxshilikda odam davom etadigan bo'lsa, hammasi savobiga sherik bo'lasiz. Inshaalloh. Hech esdan chiqmasin. Kelganlarga ham shuni aytib, yo mana shu joyni kesib qo'yib berasizmi? Chunki e'tiborli bo'lish kerak. Inshaalloh. Luqma og'zidan prima kiradigan odamni quvvat bo'lib turib, yo yo'qli qiladigan. Sa'd ibn Abu Waqqas Hazrat roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisolamga oldiga kelib, erkalanib bitta narsa so'raganda, nima so'ragan desa, yo Rasululloh men duo qiling dedi. Nima deb duo qilay? Duo qiling. Men hamma duolarim ijobat bo'lib ketaversin. Amin, mashalloh, mashalloh. Zo'ra. Original. Nima duo qildim duo men. Payg'ambarimiz alayhisalom butun ummatga juda go'zal hikmat aytib ketgan ekan. Ey Sa'd, tomoqlarni ko'rsatib, luqmangni halollagin. Luqmangni poklang deb aytgan ekan. Shunda hamma duoning ijobat bo'lib ketaveradi. Duo qilganda o'zi banda yutqizmaydi-yu, lekin ba'zi so'rasa ham ololmayotgani sababi o'zi luqmasini poklamaganligidandir. O'sha narsa xayrli emasligidandir. Hikmatini qidiraverish kerak. Xudoyo ko'proq u bandani ovozini eshitgisi kelayotgandir. Yaxshilikka gumon qilaverish kerak. O'zir gapingizni yurib qo'ying. Endi davom etsangiz bo'ladi. Bo'ldi. O'zi boshida aytmoqchi edim-ku, haligi shu shaxs podkast bo'lib ketganiga o'tdi. Olasi tan olish kerak. Men qilayotgan ishlaringizdan ko'rib xursandman. Shaxsan o'zimning o'rtoqlarim borlarini Bekoboddan Toshkentga jo'natib maktablaringizda o'qiyapti ekan, dedi. Vafshi bolalar dedi. Bu va boshqaligidaqa deydi. Ya'ni o'g'lim boshqacha bo'lib ketdi deb xursand bo'lishyapti. O'zi o'shanaqa narsalar yo'qligidan o'zi Koreyaga bolalarimni da'vat o'qitaman. Ya'ni boshqacharoq bir haligi ilm olsin, boshqa olsin bo'lib kelib, hozir endi qaytsaga bo'ladi degan xudo xolasa ko'ngil to'qlik bor mana. Ya'ni hozir mana Koreyaga keldingiz. Biz endi xudo xolasa hali ham oxirigacha biz hali bir gapimiz yo'q deb kelganingizda bir agar bir og'iz agar aytish mumkin bo'lsa, joiz bo'lsa, bir og'iz yoritib ketsangiz, bu yoqdagilar ham, Koreyadagilar ham bilsa, safaringizdan maqsad. Koreyaga o'tgan safar ham kelganimiz, bu safar ham shu maktablarimizni yangi yildan boshlab bitiruvchilar bo'ladi. Biz 8 gacha qabul qilganmiz. 4 yil ular bilan shug'ullanib, o'zimizni bir mehnatimiz singib, ular bitirsin degan mazmunda. 10-11 olmagandik. 9 ham olmagandik boshda. Endi o'sha hozir eng yuqori sinflarimiz 10, 3 yil bo'ldi ochganimizga. Yana 11 bo'lib, ular hozirdan harakatini qilaylik demoqchimiz. Ya'ni Koreya bilan nechtadir yaxshi bir universitetlar bilan shartnomalar qilib ketdik, hamkorlik shartnomalari. Ular bu yilda o'zi grant ajratib tashlagan, bizni bitiruvchi hali. Ya'ni hammasi uyli joyli, o'zingiz bolangiz yo'q qolar ekanda. Yaxshi otalar, yaxshi solih akalar dedi, omonat qizlarga, singillarga o'zi sovchi bo'lib turib, yaxshi odamlar qidiradi deyshadi. Chunki omonatga joyiga topshirishga yaxshi joyga Xudodan so'ra olasizda. O'shanda har bitta bitiruvchingiz bolangizni yaxshi ko'rib qolasiz ekan. Shular o'zim kelib turib, ko'rib universitetlarda aylanib, haqiqatda jo'natsa bo'ladigan joymi, sharoitmi ko'rib ketaylik deb turib, shu ikkinchi marta ham kelishimiz sababi shu. Universitetlar bilan asosan memorandum qilib, shartnoma imzolab, hamkorlik bordi keldi qilmoqchimiz. Va o'tgan yili bir shaxs bilan keldik. Xudo xolasa bu yerdan bir maktab ochamiz. Inshaalloh. Bu yerda ham shaxs bor odamlar qidirib yuribmiz dedi. Sal yo'l ko'rsatib, yo bo'lmasa bir ming qilganingiz bilan hamma narsani ham pul hal qilmaydi-da, yoki g'oya hal qilmaydi. Bu yerda tushunadigan, qonunchiligini yoki bo'lmasa ozgina bo'lsa ham bu yerda sizni qo'llab-quvvatlab turadigan odam bo'lsa, hozir juda ko'pchilik bu yerda ancha oldin kelganlar, bolalarim bog'chada o'qiyapti, bog'chada maktabga o'tyapti. Maktabda boshlang'ichda o'qiyapti ham hatto. O'shalarga ozgina bizdan yordam bo'lsin, xizmat bo'lsin degan mazmunda o'zbek maktabi ochish niyatimiz bor. Barakalloh. Bu yil bo'lar, yana yil bo'lar, 10 yildan keyin bo'lar, u xudo bilan qachon bo'lar. Lekin
qachondir qilamiz buni inshaalloh inshaalloh. Xudo nasib qilsin, chunki Hmm. hammaning ham qaytib ketish niyati yo'q ekan. Shunaqa. O'rganib qolgan, Hmm. qaytishga sharoit hali yaqin bir necha yilda yo'l qo'ymaydigan odamlar bor. Ularni bolalari Koreyan maktabiga borsa, Koreyani fuqarosi deb hisoblayvering. Inson qaysi tilda fikrlasa, o'sha davlat fuqarosi bo'ladi. Hmm. Shu qoida. Hmm. Shuning uchun nima bo'lsa ham siz inglizcha gapirasiz, koreyscha gapirasiz, onasi o'zbekcha gaplashsin uyda. Shu ona tili onadan o'tadi. Hozir bu kimgadir oddiy shunday kelganlarga oddiy tuyulishi mumkin, lekin bu juda kuchli gaplar. Ya'ni kuchli anaqalar. Men juda ko'p mana shu restoranimizga keladi. O'sha siz aytgandek dinozavr paytida kelganlar. O'shalar haqiqatdan necha yil harakat qilishdi. Ya'ni maktab qilamiz deb, o'qituvchi kim bo'ladi, boshqa kim bo'ladi deb harakat qilib yurishganlar bor. Inshaalloh men ularni nasib qilsa siz bilan Xudo xohlasa biron kun agar chetda bo'lsangiz, ularni chaqirib bir ular ham ancha ko'p narsa tayyorgarlik ko'rishgan. Ya'ni nima qilsak bo'ladi, qanday qilamiz, qayerda ochamiz, qayerda arendasi qancha degan ancha harakatlari bor. Agar nasib qilsa birinchi o'rinda ular xursand bo'lardi hozir. Ya'ni chetdagilar xursand bo'ladi hozir. Inshaalloh biz ham Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha albatta nima deydi, harakat qilamiz Xudo xohlasa yordamni qanday bo'lsa ham zo'r bu haqiqatda siz aytganingizdek Koreyaning kompaniyasida juda ishlab shu yerda qolib ketgan, bolalar shu yerda o'qigan. Masalan, men ham bolalarim kursni o'qiyotgan paytida boshqa joylardan, ya'ni Yevropadan, boshqa joydan Makkadan kelishdi, "Yu restoran ochib beraman" deb ketolmayman. Bolalarim boshlab qo'ygan kurschani ketib bo'lmaydi o'sha vaqtda hozir. Tugatish kerak degan haligi bilan ketolmagandim-da. Bu Makkaga olib ketishmoqchi edi meni arablar kelib. Zo'r o'ylabsiz, inshaalloh bu haqiqatda xayrli, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Biz ham qo'limizdan kelgancha inshaalloh yordamdamiz, xizmatdamiz. Shunaqa. Siz boshqa tugatib bering Nuriddin aka. Avvalo vaqt ajratib kelganingiz uchun juda katta xursandmiz. Kattakon rahmat. Bilamiz vaqtlaringiz cheklangan, chunki o'tgan safar kelganingizda tinimsiz ish bilan yurganingizda tezkor ketib qolganingizni bilib, odamlar aytdi-da, Qirol qasriga bordimi, Lotte Worldga chiqdimi, Towerga chiqdimi, Namsanga bordimi? Eng taniqli 2-3 ta joy bor-da, juda taniqli. Kelgan odam o'zi faqat sayohat qiladi-da. O'sha yerlarga ham bormasdan qaytib ketganingizni bilib, vaqtingiz qimmatli vaqt demayman, bebaho vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, hurmat qilib kelganingiz uchun juda kam xursandmiz. Vaqtimizga karslar bayram bor ekan. Kecha 2 kun aylanishga vaqt bo'ldi. Oldin hamma qazolarni qilib oldik deydi. Latte Tower dedim, ajoyib joyga yerga chiqdik. Qayerlarga bordik? Ajoyib joylarga bordik. Sharqiy darvozaga bordik. Dongdaemun deydigan Chorsu, Achavat degan. Shaqacha bordik. Barakalloh. O'tgan safar ham mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Hamma joyda haligi. Qayerda o'zbek borki, u yerda bir boshqacha fayz bo'ladi. Men bir 20 dan ziyod davlatlarda bo'ldim. Ko'p musulmon davlatlarda bo'ldim, lekin madaniyat o'laroq, tarix o'laroq, farosat o'laroq musulmonlarning ichida o'zbeklar bir alohida ajralib turadigan. Eng zo'r demayman, lekin bir o'ziga yarasha obro'si, hurmati bor va boshqa musulmonlar o'rgansa arziydigan bir buyuklik bor bizda. Inshaalloh. Qarang, juda bir ilmimiz yo'qdir. Boya aytganimdek, aqlan. Lekin ota-onalarimiz, bobolarimiz bizga shu go'zal islomni yashatib qo'ygan. Shunday. Umralarga borgansiz, dangasa dasturxon deydilar, sarapan olib. Yeb bo'lasiz, bo'lmaysiz, hammasini shuni ko'tarib borib axlatga tashlashadi. Shuncha narsa isrof bo'ldi deb siqilib kelasiz. Vaholanki bizda bitta yerda bitta ushoq turgan bo'lsa ham o'pib ko'zimizga surib, cheki olib qo'yganmiz yo yeb qo'yganmiz. Biz uni yashaganmiz, yashayapmiz alhamdulillah. Bu o'zbekchilik deymiz. Lekin tagini surishtirib borsangiz juda o'ta mustahkam joylarga borib taqalar ekan. Yaqinda bir kitobda o'qidim. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir kuni yerda changga belanib yotgan bir non o'shog'ini ko'rib qolgan. Keyin shunday olib turib tozalab bir xizmatkorlari bor ekan, berib buni chekiga olib qo'ygin deb. Ketdi, o'sha kun roza tutgan ekan. Kechqurun shom bo'lgandan keyin rozalarni ochish vaqtida xizmatkorni chaqirib, boyagi non o'shog'i qanday olib kelgin. Keyin sizlarga tozalab berganingizga sizdan tabarruk deb yeb qo'yibman men uni dedi. Keyin to'xtab qoladilar, aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolamdan eshitgandim. Kim yerda yotgan nonni o'shog'ini isrof bo'lmasin degan niyatda yerkan, o'sha ushoq qorniga yetib bormasdan turib Alloh taolo uni hamma gunohlarini kechiradi.
degan hadis shariflarni eshitgandim va Subhanalloh. o'sha niyatda men yemoqchi edim. Senga nasib qildi. Xudo taolo hamma gunohini kechirgan odamni men ishlatishga hayo qilaman. Bor ketaver, sen bugundan Subhanalloh. bo'shsan deb turib javob bergan ekan. Subhanalloh. Qarangda. Biz uni tagini bilmaymiz. Lekin amalimiz bor alhamdulillah. Bir insonda ilm bo'lmasa, amal bo'lsa, unga zarar bermaydi. Bir insonda ilm bo'lsa, amal bo'lmasa, unga foyda bermaydi. O'shaning uchun endi ilm bo'lsa, amal bo'lsa, nur ustiga alo nur. O'sha gap. Farosatsiz chiroyli xotindan farosatli chiroyli xotin yaxshi deydi. Mashalloh. Ko'p davom ettirishim kerak. Shu maqola bir o'tirishim kerak. Maqola buzib chiqyapman-da. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda hokim bo'ldi. Albatta bular nikchomni yoki gado bo'lishing shart emas, to'g'rimi? Nimaga bitta yaxshilik dizida bitta yomonlik kutaveramiz biz nimaga? Tor joyda osh yegandan keng joyda osh yegan. Yoyilib mazza Shunday o'zi hamma narsa update bo'ladi. Bu narsa ham update qilib chiqish kerak deydi. Biz miyamizni negativ voqealar rivojiga rosa o'rganib qolgan ekanmiz. Shayton hali kelmagan narsalarni o'ylatib, hozirgi naqd turgan baxtingizdan mosuvo qilmoqchi bo'ladi. Birinchisi. Va shayton kelajakda sen yaxshi ibodat qilishingni o'ylatib, hozirgi ibodating botil qilmoqchi bo'ladi. Mana shu ikkita vasvasani yaxshi bo'ylab ko'rib, mana shu oxirgi gapni yozib ko'rib, hayotingizda bir 50% narsani yaxshi tomonga o'zgartirib olishingiz mumkin. Chunki men necha yilligimda xulosaga keldim mana shu. O'zgartirganim katta narsa bo'ldi. Yaxshi gumon qilaylik, tafaul deydi Xudo taologa yaxshi munosabat kutaylikki, ana shunday gumonda bizga muomala qiladi. Kamsamnida. Hozir shu pozitiv deganiga ruxsat bersiz, bitta voqeani aytib bersa. Anaqa bitta odamni ikkita o'g'li bor ekanda, bittasi judayam negativ ekanda, hamma narsa yoqmas ekanda, nima bo'lsa yoqmas ekan. Ikkinchisi hayotda shunaqa xursand, nima ko'rsa xursand ekanda. U odam aytibdi, bu mayli u negativdan bir narsa tuzatishim kerak, lekin u hayotdan xursandlik bir dars berishim kerak. Hayot har doim shirin bo'lmaydi, achchiq kunlari bor, yomon kunlari bor. U nima ko'rsa xursand debdi-da. Bir kun bir tarbiyalayman deb ana u negativni uyiga tug'ilgan kuniga uyni o'rtasiga sovg'a salomlar qilib, chiroyli qilib bezab, bir chiroyli qilib haligi qo'yib qo'ysa, kelib haligi negativ nimaga qilib qo'ydilaring, bu nima musul qillaring, xonamni bir olib tashlaylar deb yana to'polon qildi-da. Bu bo'lmadi va debdi-da. Endi Nargisni bir harakat qilay deb Nargisni tug'ilgan kuniga pozitiv har doim xursand bo'ladigan kuniga uyini zalini, uyini o'rtasiga otni sveji tezagini qo'yib qo'yibdi. Haligi bir qarab tursa, haligi kelib, haligini ko'rib hidlab, bu sveji debdi-da, xursand, yoqqa yugurarmish, buyoqqa yugurarmish, yoqqa yugurarmish. O nima bu? Nima qilyapsan? Bu yerda otni tezagini biz to'xtay dada, nima qilyapsan? Sveji otni tezagi, ot qani dermishda. Shunga o'xshab, haligi kim nima qildi, shunaqa topadi deydi-yu. Bir xillar otni ko'rsa tezak qidiryapti hozir. To'g'ri ma'noda. Bir psixolog, durust psixolog gapini eshitib qoldim. Ikkita patsient ayol keldi deyapti. Ikkovim hayotdan xafa, o'zini osmoqchi. Birinchisi nima? Ishdan haydalgan, eri qamalgan, eri tashlab ketgan, o'g'li qamalgan, qizi buzuq bu yo'ldan adashgan, xolos kalom hayotdan xafa, o'zini osmoqchi, depressiya. Gaplashdim, jo'natdim, obeddan keyin ikkinchi ayol keldi. U ham depressiyada, o'zini osmoqchi. Nima desa, eri tug'ilgan kuniga mer sovg'a qilaman debdi-da, pul yetmagan, audio sovg'a. Shuni kechira olmayapti ekanda, endi o'zini osmoqchi, depressiyada. Ana shu boya otni ko'rib tezak qidiryapti. Osti eri qutulmabdi-da. Osti ering audio sovg'a qiladi. Har bitta no'liklarni ko'zingga surib minmaysanmi? Noshukrlik juda yomon narsa ekan. Hamma zamonlarda yomon ko'rilgan, hamma makonlarda yomon ko'rilgan. Shukr bilan hayo go'zal narsa ekan. O'rnagan. So'nggi so'zlar bo'lsa, keyin yakunlab beraman. Bo'ldi shu. Yo'q, bo'ldi, endi haligi. 3-marta yakunlaymiz. Aziz muxlislar, bizni kuzatishda davom etinglar. Suhbatimiz manfaatli bo'lgan deb umiddamiz. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Agar suhbat sizlarga yoqqan bo'lsa, Muhammad Ali Eshonqulovning haqqiga duo qilib qo'yinglar. Ilmi bundan-da ziyoda bo'lsin. Sizlar bilan O'zbekistonda yoshlarimizni hamma o'rnak olsa bo'ladigan inson Muhammad Ali Eshonqulov hamda
Lazzat restorani asoschisi Mahmudjon hoji akam bo'ldi. Men kamina aktyor Nuriddin Shoh. Rahmat. Olam yana bir bor haligi hammanglarga kattakon rahmat. O'sha ko'rgan vaqtlaringga, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Muhammadjon, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor yaratgan egamizga to'liq hamd sano bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'liq mukammal nurli salovatlar bo'lsin. Mana shunday bizni bir chiroyli suhbatimizni bizni mashaqa Allohga mashaqa bizga yetkazib, mashaqa kelib bizni suhbatimizda o'tgan safar qildik. Mana bu safarga nasib qilgan ekan. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Avvalambor dadajoningizga shu yerdan aytyapmiz. Salomimizni yetkazasiz. O'tgan safar biz salom keladi. Rahmat kattakon. Oyijoningizga Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Jonlar jannatda bo'lsin. Kattakon rahmat. Shunchalik xalqimizga xizmat qilyapsiz. Allohning roziligi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Boringizga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sizlarga rahmat. Rahmat. Arigato gozaymashita. Kamsahamnida. Rahmat.